siz bilgan tadbirkorlar efirga chiqqanlar tadbirkorlarning 10%, 5%. Qozog'istonda ko'p tadbirkorlar o'zi kitob yozgan. O'zbekiston tadbirkorlarining kitobini ayting. Yo'q-da. Любой kompaniya qotib qoladi baribir paytlari. Zamon o'zgaradi, talablar o'zgaradi. Aqlli podkastlarimiz 10 mingta prosmotr. Biqilar 200 mingta prosmotr. Assalomu alaykum. Bizda Visioners podcast uzoq tanaffusdan keyin juda ham zo'r mehmon bilan davom ettiramiz. Lazzat Adhamov. Assalomu alaykum, Lazzat aka. Assalomu alaykum. Bugun men juda ham xohlardim sizni baribir men o'zim kuchli tadbirkor deb bilaman. O'sha SAPda ishlaganingizda ham Davlatdek proyektini men juda kuzataman. Shunga menda tayyor savollar bor. Birinchi savolim, nimaga Instagramda aktiv emassiz? Mediada nimaga siz masalan videolar qilib yurtmayapsiz? Chunki hozir tendensiya zo'r ketyapti. Hamma tadbirkorlar Instagramlar, YouTubelar, podkastlar qilishyapti. Lekin sizda Instagramda uni ko'pchilik ham tanimaydi, o'zi boshqa sohada bo'lganlar. Menimcha hamma emas. Bizda qanaqadir bir puzirda yashaymiz. Kimgadir anaqa yoshlik travmalari bor. Kimdir ashulachi bo'lmoqchi edi, sahnaga chiqmoqchi edi, tadbirkor bo'lib qoldi. Yoki kimdir kamsitilgan bo'lishi mumkin, yoki kimdir juda ham unga muhtoj shu mediynisga, hammasi uni tanishiga, yoki kimgadir qanaqadir kibri bo'lishi mumkin. Har xil. Kimdir haqiqatdan shu odamlarga bilimini, tajribasini bildirmoqchi. Hech qanaqa bir yomon niyatsiz, ya'ni haqiqatdan bir chin qalbdan. Hammada har xil. Menda hech qachon unaqa ehtiyoj yo'q. O'zimni tanishtirish yoki sahnaga chiqish. Поэтому men yurtmayman, chunki bu mening tirikchiligim emas. Kimdir, qaysidir tadbirkorlar shuni o'ziga kasb qilib olgan. Shunga bir tirikchilik, o'shanda pul topish qilib olgan. Menda bunaqa yo'q ehtiyoj. Shuning uchun mening Instagramim bu shaxsiy o'zimni hayotim maza qilib yuraman. Life account sizda. Vibe degan so'z bor. Yoshlarda shunaqa. Aytdim, nimaga degan bilmayman. Balkim yangi proyektga hozir Linko degan proyektni boshladik. Juda katta. Linkoda bu shu qarasakki ijtimoiy tarmoqlar orqali, shaxsiy brend orqali tezroq bozorga chiqarsa bo'ladi produktni. Shuning uchun hozir strategiya bor. Qanaqa qilib, masalan, 17 mingtami, 8 mingta podpishchik bor, ularni shu 50-100 mingta qilib Linko proyektini o'zimning shaxsiy brend, o'zim pul tikkanman, o'zimning tajribam tiqilgan shu softverga. Bu IT proyekti, to'g'rimi? Ha, IT proyekt. Bu startup bilan Sales Doctorga o'xshagan, lekin ekosistemniy. Endi yangi bo'lganligi uchun biz bu raqobat bozorida o'zimiz o'rnimizni topamiz deb Xudo xolasa o'ylaymiz. Zo'r, baribir lekin yuritar ekansiz-da, demak. Hozircha vibe, baribir tijoriy maqsadga o'tadi-da. Shunaqa strategiya bor. Nimaga men buni so'rayapman? Chunki men o'zim ko'p rossiyskiy предпринимательlarni, tadbirkorlarni ko'raman-da, YouTube, Instagramda. Lekin men buni yaxshi deb o'ylayman. Nimaga desangiz, qaysidir IT kompaniya, qaysidir katta marketing kompaniyani asoschisi 8 yil, 10 yil oldingi videosi ham bor-da. O'sha payt qanaqa qilib o'ylagan, nima muammolari bo'lgan ko'rsa bo'ladi. Lekin O'zbekistonda umuman yo'q-da. Hozir men yangi yo'nalishga kirsam, men birinchi yurayotgan odamdek yuraman har gal. Yangi tadbirkor chiqadi, chunki undan oldingi bilim yo'q, ochiq dostupda yo'q, bilmaydi. Madaniyat boshqacha, keyin rus tilida bitta ibora bor, деньги любят tishinu. Pul sukunatni yaxshi ko'radi. Keyin bir tomonni qisgan boy bo'ladi degan xalqimizda har xil kulturniy, ya'ni madaniy fenomenlar bor. Siz bilgan tadbirkorlar, efirga chiqqanlar tadbirkorlarning 10%, 5%, balki 2%. 2%dan ham kam bo'lsa kerak. Kam. Endi hozir 5-6 o'nlari bor Instagramlari, ular tatib ko'ryapti, unchalik tanilmaydi. Real o'zini tajribasi katta marralarda egallagan tadbirkorlar bor, umuman hech kimga tanilmagan.
mana misol aytaylik, Airbus fenomen-ku, to'g'rimi? Da, O'zimizning McDonald's-ku. Biror bitta intervyusini ko'rganmiz. Yo'q, chiqmagan. Lekin xalq bilan bo'lishadigan narsasi balkim bordir. Bor. Unga ehtiyoj yo'qdir. Balkim bu uni biznes modeli. Balkim odam introvert bo'lishi mumkin. Introvert degani efirga, internetga chiqsa, o'zini noqulay his qiladi. Nima qiladi o'zini qiynab? Lekin mana siz o'ylaymaysizmi, mana shu katta to'siq bizadiga deb? Chunki misol Qozog'istonda ham ular rus tilida-ku, mana bemalol bir-biridan o'pit olisha oladi-da, tajriba olisha oladi. Mana ko'radi, ham kompaniya ham naq qilyapti ekan, bo'ldi, biz ham qilamiz. Juda ko'pda, podkastlar ham, YouTube videolar ham. Ochiq jamiyat bilan yopiq jamiyat bor. Ular ochiq jamiyat. Bu yerda siyosat ham bor. Biz yopiq jamiyat, demokratiya unchalik yo'q. So'z erkinligi uncha yo'q. Bitta narsani odam tilidan kesilishi mumkin. San gapirib qo'ydi. Agarda ahamiyat bersangiz, ular tadbirkorlar siyosiy masalalarga ham sharh berib ketaveradi bo'layotgan narsalarda. Bizda qo'rquv bor. Hali prezident aytgandek, bir ikki marta qor yog'ib berilsin, undan keyin ko'rinadi. Jamiyatdagi ochiq yopiqligi ishonch tagida turadi. Ishonchsizlik bo'lsa, ishonch deganda odam bir-biriga ishonch. Ishonchsizlik bo'lmasa, jamiyatda tranzaksionniy izdержка degan narsa bor. Ya'ni juda ham ko'p xarajat bo'ladi buni kontrolga. Men sizga ishonmasam, penya, shtraf, sug'urta, kontrol ish ko'payadi. Juda ham ko'payadi. Поэтому bizda hali ularda ishonch ko'p, odam biladi, sharh uchun chopilmaydi. Shuning uchun lekin hali ham shunaqa deb o'ylaysizmi? Chunki o'zinglarni ko'p intervyularda ham aytgansizlar, mana oldin boshqacha edi, oldin savalanardi, kalta yerdi, agar katta aytib qo'ysalar. Anaqa nima borda, instinkt bor, tug'ma va uydirilgan keyin. 25 yil sizlar endi yoshlar, sizlar u paytda yashamagansizlar. Bilmaymiz-da. Bu qo'rquvni sezmagansizlar. Biza real yovvoyi juda ham bir kuchli bosim ustidagi tirik qolganlarni, mana siz agarda biror bittani tadbirkor, bu tirik qolganlar. Qanchasi qamaldi, chopildi, qanchasi yo'q bo'ldi, qanchani bizneslarini yo'q qilib yuborishdi. Bu yerda nima bo'lib qoladi? Instinkt bo'lib qoladi. 25 yil bosim ustida turib, hozir oxirgi 5 yilda ashula etish qiyin. Yo'q, o'zi sizni subyektiv fikringizcha hozir ham shu bo'lyaptimi yoki mana to'g'ri aytasiz, mana shu qolib ketgan tadbirkorda chiqolmaydi, unda instinkt deyapsiz. Lekin chiqqanlarning ichida baribir u holatlar qaytarilmayapti, ya'ni chiqsa bo'ladi-ku. Balkim endi bizning tajribamiz kattaroqda, orqonni uzun tashlaganmiz deb o'ylashadi. Keyin yana qarangda, bu biznes model. Men qisib ichkariga chiqmasdan, gapirmasdan, ovoza qilmasdan muvaffaqiyatga erishdim. Bu meni muvaffaqiyat modelim. Nima qilaman uni o'zgartirib? Agarda siz tadbirkor bo'lsangiz, biz Dynamicsoft kompaniyasi bilan birgalikda sizga tayyor yechim tayyorlab qo'ydik. Biz IT kompaniyamiz bilan birgalikda 4 yil davomida 70 dan oshiq O'zbekistondagi va xorijiy kompaniyalar uchun tayyor IT yechimlarni ishlab chiqamiz. Ushbu yechim orqali o'z biznesingizda barcha raqamlarni bir joyda ko'rib turishingiz, undan tashqari mobil ilova orqali yangi xaridorlarni jalb qilishingiz, veb-sayt orqali yangi davlatlarga sotuv qilishingiz va kompaniya haqida ko'proq ma'lumotni insonlarga yetkazishingiz mumkin. Umuman olganda, IT orqali siz aniq biznesingizga ko'proq foyda olib kelishingiz mumkin. Agarda sizga ushbu xizmatlar haqida batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, menda kichkina sovg'a bor. Ushbu sovg'a bepul konsultatsiya. Bizning xodimlar sizni biznesingizga to'liq o'rganib, IT orqali qanday yechim berish mumkinligini tadbiq qilishadi. Ushbu sovg'ani qo'lga kiritish uchun shunchaki video havolasiga o'tib, IT uchun degan formani to'ldirib qo'ysangiz bo'ldi. Nima beradi? Mani biznesimga shaxsiy brendimni rivojlantirib chiqsam. Bu sotish shu SMM-shiklar, yangi sizlarda pokoleniyaga kelib, aka, mana qancha odam yozadi, taxminan tasavvur qilsangiz bo'ladi. Aka, produserlar, shaxsiy brendingizni rivojlantirib. Men savol, nima keragi bor menga? Masalan, SAPda bo'lganimda. SAP ommaviy produkt emas. Ko'chada, metroda turib olib,
500 ta chiqayotgan metrodan odamdan so'rasamda, sap nima u? Ular So'sa foiz bilmaydi. mijozim emas. Mani mijozim как раз xufiyona iqtisodiyotni ichida gullagan katta tadbirkorlar. Ana choyxonada topiladi unaqa. U navrot qo'rquv bo'ladi. Ko'p anaqa mediniy odam bo'lsa. Bu biznes model. Buni evolyutsiya bilan sekin o'zgaradi. Ya'ni o'zgarmasa ham sizlarda Boshqa pokoleniya kelib o'zgartiradi. Mana sayraylar mikrofon sizlardiki. Qani biz ko'ramiz, qanaqa qilib bu muvaffaqiyatga ta'siri bormi, yo'qmi? Buni hali keyin dissertatsiya qilib haqli ekonomistlar qaraydi. Bo'ldi, tushundim. Lekin mana savolni boshiq, o'zi bu ta'sir qiladimi? Tadbirkorlarni mana shu nima deydi, bilim darajasiga hech kim etmagan, nima biznes modelga o'xshab. Biznes model. Mana misol, men hozir bitta programma yaratdim butun magazinlar uchun. O'zbekistonda 82 mingta magazin bor. Toshkentda 15 mingta bor. Bizning mijozlar, distribyutorlar, kichik bizneslar. Ular 5-6 soat kunida internetda o'tkazadi. Ular YouTube'da, Instagram'da bor. Endi siz nima qilincha shu siz подшипник chiqaryapsiz. Sizni klientingiz 100 ta. AGMK, NGMK, tam Ximпrom, Neftigas. Holdinglarda hammasi. Davlat. Neftigas. Nima ahamiyati bor? Sizni Instagramingiz bormi, yo'qmi? To'g'ri, siz biznes modeliga qarab topishingiz kerak edi o'zi. Agar ommaviy B2C bo'lsa, B2G bor. Endi bizda 70% iqtisodiyot davlatniki. Lekin B2G desangiz, mana misol uchun Emin degan ozarbayjonlik tadbirkor. U ham juda anaqa. Endi o'zi to'g'ri qo'shiqchi bo'lgan. Hech qanaqa uni muvaffaqiyatiga, uni mediyinisi, qo'shiqchisi boshqa. Bu qo'shiqchiligini to be continue. Qo'shiqchilik shu. Mikrofonni olib, qancha energiya oladi shundan. Odam hamma narsa shaxsiyatga bog'liqda. Ichki xohishlar, ichki shunaqa travmalar, og'riqlar nimadan energiya oladi? Nima ichki qo'rquvlar? Hamma narsa ichkaridan chiqib, keyin biznes paydo bo'ladi. Biznes ham shu uni sharpasi, soyasi bo'ladi. Odam paranoik bo'lsa, biznes ichida muhit paranoyalik bo'ladi. Xushchaqchaq bo'ladi, hammasi hazilkash bo'ladi. To'g'rimi? U baqir bo'lsa, hammasi cho'kinib yuradi. Shunga korporativniy kultura bo'lib ketadi shu yog'i. Bu savolga hali o'sha case by case. Biznes model qanaqa? B2C bo'lsa ommaga kerak. Mana aytaylik taxminan siz magazinga borasizda, quloqni tozalaydigan nima bor? Qochiskada. Qaysi brendni taniysiz? Yo'q, taniyman. Siz borasizda kichkinani kattani olasiz, to'g'rimi? To'g'ri. Yoki aytaylik bolalar daftari bor. Unda Kim chiqazadi? Qaysi fabrika? Qanaqa Instagram? Narxi nech pul? Yo'q, narxini ham bilmayman. Yo'q, to'g'ri. Endi odam olayotganda kambag'al bo'lsa narxiga qaraydi, sal qimmatroq bo'lsa dizayniga qaraydi. U brendi yo'q-da bu daftarda, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin mana qarang, shunaqa desangiz, misol uchun matras. Rossiyada nomi esimdan chiqib qoldimi? Askonani. U ham matras edi-da. Oldin odamlar qaramasdi. Qanaqa matras? Borgan, mebel olayotgan joydan olib kelgan. Ular ham media qurdi, kompaniya ichida ham shaxsiy brendi ham bor edi-da. Bab Askonani o'sha Askonani aytaylik 0 bo'lib hech kim tanimaganda, Askonani brendi bor. Uni almashtirish kerak emas. Mana misol keltiramiz. To'g'ri, Askonani brendi kuchliroq edi deyapsiz-da. Siz egasini hammasi taniydi. Hamma ko'plari taniydi. Ko'plari taniydi. Havaschi. Yo'q, hech kim tanimaydi. 2 barobar ko'proq magazin. Havasda. Havas, 300 ta degan. Endi segmenti ham xalq. To'g'ri. Ularda o'zi pochkani anaqasi ham kichkina-ku. Nimada, masalan, kuryerlar, kambag'al odamlar nima qiladi. Umuman aytganda Askonani xo'jayinini mediyinisi matrasi sotilishiga emas. Umuman ta'siri yo'q. Matrasning sifati, Askonani o'zini brendi, Everest'da o'zini brendi bor.
tushundim sizni. Kompaniya brendi bilan Xo'jayin chiqdimi anaqani mikrofonga? aralashtirma deyapsiz. Chiqmadimi? Mana Fidap chiqib turibdi. Da. Evs chiqmayapti. To'g'rimi? KFC'ni brendi bor. KFC'ni O'zbekistonda kim ochgan? Hammasi balkim bilan Jahongir aka pul tikkan. Какая разница? KFC. To'g'ri. Boshqa rakursdan, misol tadbirkorlarni, boshqa tadbirkorlar bilim darajasiga ta'sirichi? Misol uchun Rossiya bor, hamma tadbirkor chiqqan, aytib bergan, masalan, raqamlarini aytgan, qanaqa komanda yig'di, hamma keyslarni aytdi-da, men u yoqda biznes boshlaganman, hammasini eshitib chiqdim, ko'rdim, qanaqadir keyslar oldim, tanib oldim, kim bilan ishlayotganini, biznes boshlaganman. Bu yoqda masalan, hech kimni taniyman, hamma biznesi bor, yaxshi ketyapti, bo'ldi, qilaman deb ochdim. Bu yoqda farq bo'ladimi? Siz kapitalizm bilan feodal tuzumni farq qilyapsiz-da. Yana bir marta qaytamiz. Rossiya, Putin boshlarida undan oldin kapitalistik, juda ham raqobatli davlat bozoridan chiqib ketgan va misol metallurgiya, neft-gaz, energetikada hamma joydan chiqib ketgan o'ta tadbirkorlarning tagida ular sotib oladigan, ular hisoblaydi, buni o'zim chiqazmayman, undan ko'ra outsourcega beraman. Outsourcega berganligi uchun juda ham raqobat bozori katta. O'tda siz o'zingizni tanishtirishingiz kerak. Shu procurement-ga, zakupkaga. Mana anaqa bozor ulushim shuncha 7 yildan beri, mana shuncha mijozlarim bor. Mana mijozlarimni anaqalari scoring uchun. Bizda unaqa emas-ku. Bizda unaqa emas deganingiz, misol Evs misolida. Yana bitta anaqalari. Rossiyada xalq juda ham kitob sevadi. Yoshligidan. Bunga patremis bo'lgan demoqchi, talab bo'lgan demoqchisiz-da. Shunaqa bular ilmga, o'qishga, ta'limga hech qachon pul ayashmagan. Oilalar ham. Metroga kiring Rossiyada qancha kitob o'qiydi Moskvada. Bizga metroga kiring. Bilmayman, hozir anchadan beri metroda bo'lmadi, balkim hozir yarim metro o'qiyotgandir. Lekin 10 yil oldin yaxshitiniz ketyapti kitoblarga. 10 yil oldin bizning metroda bitta ham odam kitobdan ko'rmasdi. Mana Rossiyada tramvay to'lib ko'rsatsa, yarmidan ko'p kitobda. Bu yana qaytamiz madaniyat. Madaniyat deganda biz g'ichaylarni yoki nimani aytmayapman. Madaniyat boshqacha bir tagi nimasini. Kultura deyapsiz, odamlar kulturasi. Shunga kitob o'qiydi, ilmga chanqoq. Mana biz Skopkada o'qiganimizda Qozog'istonda ko'proq tadbirkorlar o'qigan, chunki O'zbekistonda $30,000 kuniga $1,000 o'qish, aytaylik 7 yil oldin katta pul. Qozog'istonda juda aniq, har kuni nimadir leksiya bor-da, ya'ni yig'iladi tadbirkorlar. Kitob magazinlar 10 yil oldin bu kafe ochayotgandim. O'zbekistonda bittami ikkita kitob magazini bor edi. Butun Toshkentda 3 milliontadan ko'p aholiga ikkita 3ta kitob magazin. Mana bu tegida turadi. U kitobga kitob sevar, ilmga chanqoq xalq ichida ko'proq ilm bilan bo'lishadigan, u ilmni oldi, u ilm beradi. Kitob o'qimagan tadbirkorlar bizda juda ham ko'p. Bir taniqli tadbirkorlar chiqib, men kitob o'qimayman deydi. To'g'ri. Yo'q, kitob deganingizga hozir men даже kitob ham Rossiyadagi yoki Qozog'istonda ham ko'p tadbirkorlar o'zi kitob yozgan. Yaqinda ham Alek Torbisov o'sha Whitefield degan kompaniya, ular noturar joy agentstvasi, Quron ikkita kitobi bor. Aniq. Men bilmayman. Endi O'zbekiston tadbirkorlarining kitobini ayting. Yo'q-da, juda aniq. Endi bo'lishi mumkin o'sha infobiznes qilayotgan ikkita tadbirkorda. Bitta ham ayting. Alisher deganmi? Yo'q. Uzr-unda. Yo'q ekanda kitob. Bitta Hasan aka, Mamsaydek. Ha, yozdilar Hasan aka. Yana bitta Medini Komil Allamjonov haqida kitob chiqargan. Va endi ular tadbirkorlik emas, u yoqda motivatsion beradi. Motivatsion bu. Xo'p, motivatsion. Qanday kitoblar endi? Kam, juda kam bizda. O'zi mayli tadbirkorlarni chetga surib qo'yaylik, mana shu avtorlar ham kam-ku, kitob yozadigan. Ya'ni biznes masalasi bo'yicha. Yo'q, umumiy. Umumiy bor. Ham yaxshi anaqa avtorlar bor.
Buni hozir Asahi Feruz Allayev targ'ib qilib judayam поддержка berib rivojlantiryapti. No, mana To'g'ri, bu qo'rqma degan kitob chiquvdi. U ham zo'r sotuv qilgan. endi qaranglar, siz tepadagi narsalarni so'rayapsiz-da, men sizga tagidagi root, ya'ni shu ildizli Asos masalalarni qo'yyapman. Jamiyatni madaniyati. Bundan keyin ana shu qo'rqma degan ham nimaga потребность bor-da bunga. Qarang nomini. Hammasi qo'rqamiz. To'g'ri. Qo'shilaman. Chiqqan kitob deydi, nima keragi bor deydi. Yo'q, men bu og'riqli bo'lganda, misol men bilaman, sizda ham IT agentstvi bo'lgan va hali ham bor, to'g'rimi? IT outsource qiladigan. Lekin biz misol o'zimiz IT outsource qildik, juda ko'p savollar bo'ldi-da menda. Mana bunaqa chek to'g'rimi yo'qmi? Xodimni oylikka olamiz, to'g'rimi yo'qmi? Yo'q de javob men. Chunki yo'q success story. Qaysi O'zbekistonda 300 ta yoki 500 ta programmist ishlaydigan qanaqa success storyni bilasiz? Tashqi bozorga ishlaydigan outsource. Yo'q-da. Mana bu produktoviy bor faqat. Bugungi savolimda bor. Produkt outsource ham bor. O'zimizni misol Realsoft bilaman, davlat loyihalari. Bu Realsoftni men xavfdan aytaman-da. Qaysi davlatdan tashqari bitta klienti bor? To'g'ri. O'ziz xulosa qila olasiz-da. To'g'ri. Nima degani Realsoft? Bizda hozir mana 1,5 yil oldin komanda bilan juda sporlashgandik, chunki tenderlarni ko'rardik, rosa katta tenderlar. Yo bu igolka hozir o'tirib qolsak, qaytib chiqa olmaymiz, qiyin bo'ladi deb faqat ko'chadagi bizneslar bilan ishlaymiz. No, o'tda ham anaqada siz mana men qarshi fikr bildiraman. Nimaga ularda masalan katta boshqa mijoz bo'lmasligi mumkin? Boshqa biznesdagilar uchun davlat miqyosida unchalik IT kerak emas bo'lishi mumkin-da. To'g'ri. Shu ham anaqa emasmi? Bilaman, siz yaqinda boshladingiz bu biznesni. Ha, 3 yil. Men 30 yildan beri shundaman. Pul ko'p, har xil kompaniyalar bor. Bitta narsa yomon tendensiya, haligi davlat o'zi men o'zim yozaman degani, bu eng yomon. Ko'chaga berish kerak. Raqobatli bozorga. Uzinfocom ko'p yaxshi narsalar qilyapti. Lekin buni dan keyin nima bo'ladi? Sizlar 1000 ta programmistni ko'chadan sotib oldilar endi, raqobatli bozorni yo'qotdilar endi. Hamma joyda shu monopoliya bo'lyapti-da. Neftigaz, shu AGMK, havo yo'llari, temir yo'llari, ximiya, hozir ITda ham Uzinfocom-da. Bev anaqa qil. 10 ta kompaniyaga bo'lib ber bu zakazlarni. O'ssin raqobatli bozorda. Realsoft faqat shu anaqa aytaman parasitskiy kompaniya. Nimaga? Bor bitta choyxonani anaqa qilib ko'r, bor Elista qilib ko'r, bor Korzinkadan bitta zakaz ol, Makrodan ol, Akfadan olib ko'r. Katta bizneslardan. Avteldan olib ko'r. Ko'p anaqa. Pepsidan ol, Coca-Coladan olib ko'r. Nimaga qololmaydi? Nimaga faqat mahalla vazirligidan ola olasan? Shuning uchun menga Realsoft hech qachon anaqa bir premyer qilib ko'rsatmaydi. Undan ko'ra Fido Business ayting. Fido Business real O'zbekiston kompaniya. Xususiy banklar bilan ham ishlaydi. Fidoni men juda anaqa kuzatganmiz, ko'p bank кейslari bor. Xususiy bank Fidoni olmasligi mumkin. Bor Oracle ol, bor SAP ol. To'g'ri. Fido Business raqobatli bozorda ishlaydi. Va anchadan beri ko'p ishlarni qilib kelib, shu hozir bu davlat bilan ko'p ishlasa ham misol bo'lishi mumkin. IPAM bu Belorussiyaniki. Exadel Belorussiyaniki. Nightcard bor bizda. Mana juda ko'p boshqa komandalar bor. Adines bilan ko'p ishlaydi. Adines ham ichida ko'p programmistlar qilishadi. Qancha taxminan men 5000 tadan ko'p odam Adines ustida pul qilib o'tiradi. Yo'q, Adinesda ular razrabot dasturlash bo'yicha shug'ullanadimi yoki ular anaqa litsenziya sotadimi? Chunki bizda ko'payib ketdi-da, ya'ni Moisclad, Adines o'zi tekin programmani tadbirkorga aniq pulga sotishyapti-da. Lekin buni tatbiq qilish kerak-ku, implementatsiya qilish. To'g'ri, ani talab bor, hozir yomon deb bo'lmaydi, qilishyapti. Qilinglar Moskva o'zbeklar. To'g'ri. Nimaga qilmadilar? Talab bo'lsa. Endi ko'p ham CRM qilaman deyishadi-da.
Ammo CRM $50 turadi. Qachon Ammo CRMni 10% qilasan? To'g'ri. Anaqa. Men o'zi bunga 100% qo'shilaman. Qiyin, ayniqsa B2B bozorda nimadir produkt qilish. Chunki bizda mana biz 3 yil, hop Fido biznes balkim 10 yildir. Mana boshqa rossiyskiy Oracle 50 yil, 30 yil, nechidir yildan beri ishlayapti-da. Ularda o'zi qurilish bo'lsa, ancha yildan beri qurib kelganda, juda qiyin. Mana Rossiya ham urush boshlangandan keyin anaqa qilaman degan. Saptonni o'zimizdan Rossiyadan kuchli, bizdan 1000 barobar kuchli IT maktab to'g'rimi? Yandexlar bor, Sberlar. Rossiya, Ukraina o'zi qilolmadik-ku, qilolmaydi, SAP qilolmadi. Hali ham shu xufiyona bekitib SAP ishlatib o'tiribdi. Hech kim SAPdan hali Ajinesga o'tgani yo'q. Chunki 30 mingta eng zo'r programmistlar dunyoni 14 ta laboratoriyasida qilib yotgan narsani qachon yetib olasizlar? To'g'ri. Chunki bu lekin nishovoy produktlar bo'lishi mumkin. Mana biz Lincoln qildik-ku, biz $1 million tikyapmiz bu yangi produktga. Bu ham kichik o'rta biznes uchunmi? Ha, mana SAP $50 ming qimmat. Biz qilib beramiz anaga. Oyiga to'la 2-3-5 million so'm. Bizda tadbirkorlar, lekin men o'ylayman, ancha o'rganishdi SaaS produktlarga pul to'lashni. Bu yerda, lekin mana shu yerda ham men mediaga chiqayotgan tadbirkorlar o'rni katta. Men misol, fikrimga qarshi chiqasizmi yo bilmadim, lekin bizda ham ko'p ko'ramiz, qayerdadir biznesda o'qigan yo kimdirdan eshitgan, keyin keladi, qilish kerak ekan deb. To'g'ri, shunda qidiradi va boshlaydi. Mana masalan, Sales Doctor prям Alisher Sayevda nimasiga, brendiga, shaxsiy brendiga bog'langan. To'g'ri. Smartup bog'lanmagan. Lekin Smartupda bozor ulushi ko'proq. Oldindan boshlangan. Smartup oldinroq boshlangan, ham ko'z ochib ko'rganim deydi-ku. Ko'p tadbirkorlar qo'yib, foyda topib, keyin boshqalarga anaqa qilgan hamda. Biz hozir 3-chi bo'lib, mana shu bozorga kelib, ularga udar qilyapmiz. Nimaga? Chunki любой kompaniya qotib qoladi deb bir paytlari. Zamon o'zgaradi, talablar o'zgaradi. Bu paytda odam zona komfortga tushib qoladi. Biz qarab bunga analiz qilib, bozor bor ekan deb ataka qildik. Sразу sun'iy intellekt narsani qo'ydik va eng katta distributor, masalan, Adler, Mars, Sneakers'larda sразу oldik klient qilib. Nimaga? Chunki biz keldik. Biz 2-chi, 3-chi o'rindamiz. Shuning uchun biz birinchi bo'lishga harakat qilamiz. Birinchi bo'lgan harakat qiladi. Ya'ni biz tayyorimizni ko'rsatib, sizlarda jajda bor-da, hozir bor. O'shani deb biz olg'a. Lekin o'zi 3-chi mizlos qaytanga bu yaxshi emasmi? Bozor tayyor, sizlar bilasizlar hozir nima muammolar bor. Shunaqa yaxshi. Biz ular necha yil R&D qilib topgan anaqasini, yechimini hozir sizlarda tayyorda endi. Biz investitsiya jalb qildik tez va bozorda endi hozir bunga haqi talqin berishga demping qilamizmi, bepul olamizmi? Endi bu ничего личного, только biznes. Выживай, nima qilish kerak? Yo, o'zi men o'ylayman, o'tda demping yo startaplar solishtirmasa ham hali juda katta emasmi? Umuman programma ishlatib ko'rmagan yoki bir tizimli programma ishlatmagan tadbirkorlar ham ko'p. Bilasizmi, qarang. Bu shu vaqtgacha ishlatmaganmi? Bu qanaqa kasalligi bor-da. Bu maktablashtirmaydi, bu o'lib ketadi. Bunga ular sota olmadimi? Biz ham sotish muammo-da. Lekin unaqa desangiz, misol biz bu promzonalarda yuramizda, Sirdaryo, Namangan, boramiz, zavodlar juda katta, o'zini vertolyot polalari, nechtadir prezidentlar kelib ketgan. Orqasida faqat buxgalter, bir 10 ta buxgalter o'tiradi, hamma hisob-kitob o'sha, umuman programma yo'q. Bu promzonalar siz anaqa fokusni sal kattalashtiringda, har doim bir biznesda tegini o'rganish kerak-da. Nima uchun qilingan? Sizni mijozingiz bitta bo'lsa, mana masalan, siz Nexia'ga bitta eshigini, bitta zapchasini chiqaryapsiz-da. Bitta klientingiz bor. Xohlagan narx qo'yasiz, ustiga foyda qo'yib ketaveradi. Lekin sizni klientingiz temir yo'llari.
Nima keragi bor sizga? Aytmoqni raqobatsiz bozor, muammo bu yerda. Hamma aytgan IT optimizatsiya uchun qilingan. Optimizatsiya nima talab qiladi? Narxni pasaytirishingiz kerak. Har kuni o'ylashingiz kerak. Qanaqa qilib men narxni pasaytirib, bozor ulushini ko'paytirishim kerak? Katta KPI'lar. Juda ham ko'p. Siz aytayotganingiz hozir уже tayyor, mana mazasini bilganlar bor. Biz ularga yaxshiroq sifat bermoqchimisizlar shunda? Yaxshiroq produkt berib, ularni olmoqchisizlar. Ya'ni rivojlar bu qadamga bosganlarda misol SAPni daftar bilan yuritayotganini ustiga qo'ya olmaysizlar. To'g'ri. ADNS bilan qiynalib, har kuni so'kinib, padarga la'nat bu deb qiynalib ketganga biz yechim beramiz. Hech qachon daftarda o'tayotgan odamga SAP qo'ymaganman. Katta SAP aytaman. Kichkina SAP ham ancha rivojlanyapti. Bir 20-50 million. Agentstvalar ko'paydi, ancha. Mana shu kichkina SAPda ham. Kichkina SAP bitta ikkita. Asosiy bozor ulushini eng katta bizamiz, ABC kompaniya. ABC. 4-5 ta kompaniyam bor, hammasi har xil faoliyat yuritadi. Ularda madaniyati har xil. ABC SAPchilar ko'proq moliyani tushunadigan bolalar. Ular consulting, moliyani, biznesda umurtqasi bo'lganligi uchun o'shani metodologiyani biladigan bolalar. Yana bor ZK, zamonaviy kommunikatsiya, u faqat dastur yozamiz. U mijoz aytadi, nima kerak tezlarda qilamiz. Sizlarniki, tizim bo'yicha. Linko bu servis, tayyor ekosistema. Biza 2-3 ta tomonga hujum qilyapmiz. Siz anaqadaman deysiz, nima deydi? Pensiyadaman deysiz, lekin proyektlarni to'xtatmayapsiz-ku. To'g'ri, no, bu yerda men advisory board, ya'ni bir vizioner sifatida chiqaman. Mikromanejmentda emasman. Ofisga bormaysiz masalan, har kun o'tirib ishlanmaydi. Haftada bir marta borib turaman. Zo'r. Davlatlik bo'yicha ham gaplashaylik. Men to'g'risi 2023 adashmasam Astonada bordim. Men o'yladim, men o'zbeklar kelmaydi. Astonada o'sha katta forum bo'lgan, IT forum, Digital Astana edi adashmasam. O'tirsam, aniq Durdon edi ismlari. Dildora chiqyaptilar-da, pichqyaptilar. Juda zo'r aniq kutib olindi. Oldimizda o'sha Qozoq startaper o'rtoqlarimiz bor edi, ular aytishyapti. Men eshitdim anaqa investitsiyaga chiqishyapti bular ham deb aytishdi. O'shandan beri kuzataman-da. Juda zo'r. Men o'ylayman katta bozorda, chunki bizda nima masalan eng ko'p eksport qilinadi? Mevalar, oziq-ovqat, masalan tekstillar. Sizlar o'sha uchalasidan bittasizlar. O'tdi qanaqa uspexlar, nima muammolar bor? Ham izlanish startup har doim muvaffaqiyatli bo'lishi shart emas. Bu MVP, bu tatib ko'ramiz. Katta riskli. Juda ham betartib bozor. Buni tartibga solib IT-lash, raqamlashtirish haligacha hech kimda bo'lgan qo'ldan kelmadi. Butun masalan dunyoda bormi shunaqa keyslar? Dunyoda bor, bizning xatoyimiz, biz yana ham yaxshilab o'rganishimiz kerak edi. Bunaqa keyslar dunyoda yo davlat, yo katta donorlar tomonidan investitsiya qilingan. Masalan, Yevropa Soyuzidan, AQShdan, USAIDga o'xshaganlar sotsial bo'lganligi uchun, chunki rural sourcing, ya'ni kichik tomorqalar nimaga ular kichik, nimaga katta fermer emas? Chunki uni rejasi bir kunlik, bir sezonlik. Bizda ham qilishdi o'zi. O'sha yerda menimcha davlatlik bilan integratsiya bo'lgan, klasterlar qilishdi-ku, bitta joydan sotiladi. Ana qo'ying, klaster ham bu davlat davaydi-da. Klasterlar vashi boshqa narsadan pul qildi. Bu klaster vashi bo'lmadi mana. O'zi lekin davlatlik ideyasi ham o'zi по сути shu edi, to'g'rimi? Bitta katta klaster davlatlik orqali agregator chet elga masalan sotish mumkin edi. Sizlar o'tda narxi ham как birjada qo'yilarmidi? Uni nimasi boshqacha. Men buni Afrikada ko'rib qoldim. Afrikada ikki xil agrobozor bor. Ya'ni aytaylik agropромышленный kompleks, ya'ni tartibli bozor, betartib. Afrikada aytaylik kofe, bu tartibli bozor. Bizda paxta. Paxta. Betartib bozor bu kakao. Bizda Afrikada. Bizda bu uzum.
Afrikada 250 mingta kichkina tomorqa kakao yetishtiradi. 5-6 ta million gektar bor kofe qilinadi. Yoki apelsin, yoki ananas va yoki xurmo plantatsiyalari. Kichkina bor-da. Kichkinalarda bitta ularda muammo yo'q, u tirikchilik qilib yotibdi. Kakao yetishtirib. Lekin shokolad qiladiganga shokolad uchun определенный sort kerak-da har doim. Har xil 10 xil sort bo'ladi. U hech qachon bilmasdi qanaqa sifatda, qanaqa sort, qanaqa kakao keladi. Rejalashtira olmaydi o'zini anaqasini, manufacture, производствоni. Keyin Afrikada shular shunaqa tizim qilgan. Kakaoni eng katta distributorlari dunyo bo'yicha Yevropa nimasidan kelib, ular $100 million pul tikkan. Ekosistemani qilib, Afrikadagi o'tda kadastr ham yo'q-da. Sani yerga ana tog'dan mana bog'gacha deydi. Ekib aniq qiladi, sotaveradi. Qachon yomg'ir yog'di, qachon sug'ardi, nima temperatura bo'ldi, yiqqandan keyin qancha u nimasida uyida bu yotdi. Mana shularni ma'lumotlarni yig'ish uchun ular har bir shu Afrikadagi shu tomorqaga telefon berishgan, programma qilib bergan, sab qilgan shu programmani Yevropa to'lagan, tarqatishgan, bilishgan, keyin mana shu processing, ya'ni nima bir joyga yig'iladi-ku hammasi. Yig'ilgandan keyin sortirovka bo'lib, уже keyin fabrika biladi hali. Aha, qancha 6 oydan keyin, 3 oydan keyin nima bo'ladi. Shunda men qarasam bizda ham mana paxta bor, mana uzum bor, mana gilos bor. Mana tomorqalar uyda ko'p yetishtiradigan. Hammasi muammoli. Muammo, hech kim bilmaydi. Kimda nima o'syapti, qaysi sort, qaysi bilan sotayotganini bilmaydi bir-biri. Nima o'g'it olgan, nima hech kim hech bilmaydi-da. Keyin bizda temperatura, mana birinchi muammo Afrikada bir xil temperaturada chirimaydi. Da. Bizda qulupnoyni ertalab olib kech payt yemasangiz, ertasi tashlab olasiz, to'g'rimi? Chirish tez, shirinlik degani, shakari ko'p degani chirish ko'payadi. Uzumda ham mana shunaqa muammo bor. Xuddi shunaqa. Shunga o'ylab mana kechki bozorlar bor. Toshkent viloyatida, Parkentda. Siz bu gilosni 3 kun oldin terib olib kelyapsizmi? Kecha terdingizmi? Yo bugun ertalab terdingizmi? Qachon 4 gradusga tiqqansiz xolodilnikka? Aniqlik va ko'payganiga biza muammo qarasak 75% chirir ekan. Bu 5-6 milliard dollar yiliga O'zbekiston yo'qotadi. Muammo degan tadbirkor uchun bu imkoniyat degani. Qani shuni yechib ko'raylik deb 4 yildan beri qattiq qilamiz. Fakat yechimini topa olganimiz yo'q. Hozir mana shu davlat misolida men Qozog'istonlik startaplarni ko'p ko'raman-da. Nima qilishadi? Faqat asoschisi round ko'tarish bilan oboradi. Faqat pul ko'tarish. Tegida qanaqa masalan IT produkti qanaqa, bozor endi to'g'ri yaxshi ketyaptiki, pul tikishyapti. Davlatda men adashmasam bir marta round ko'tarildi. Umuman faqat o'zingizlar tikdinglar. Nimaga bu qozoqlar to'g'ri. Amerikada ham shunaqa. To'g'rimi? Nimaga round ko'tarishingiz kerak? Startapni biza davlatdan keyin mana hozir shu narsani anglab oldim va agarda bir qani bizga bitta anaqa bering, tavsiya bering desa, aytaman startaplarga. Pulni har doim to'q bo'lganlaringda, pullaring bo'lganda qidiringlar. To'g'ri. Davlatga shu pulimiz qolmadi. Och paytingizda xor bo'lasiz. Shuni aytaman-da, anaqa mana hozir mana muammo ham startapda katta ehtimol resurs kamligidan-da. Agar misol round to'xtamasa, baribir yechimi topilardi-da. Ya'ni bitta emas, ikkidan, uchinchita. Qozondan ko'raman, bitta round ko'taradi, bo'ldi. Afisha bo'ladi, hamma joyda aytishadi. Ertasi kundan yana anaqa. Shunaqa. Yana keyingi raundga harakat qiladi-da. Men ko'raman o'zimizda. Biz misol IT agentsiyamiz, men o'zim juda startaplarga qiziqaman, lekin 2-3 marta yedik, anaqa to'xtab qoldi. Chunli-ya, demak biz hali ancha bor bizga deb. Har doim o'zi sotuvchi-da, startapning asoschisi u shu pul yig'uvchi bo'lish kerak.
bizda ko'pchilik lekin mana sotuvchi bizni produkt o'tirib olishadi, mana bunaqa qilib ko'rsamchi, bunaqa qilib ana sotuv haqida esdan chiqarib qo'yadi. Men bilgan ko'p startapchilar. Bilmadim qo'shilasizmi yo'qmi? Bitta raund ko'taradi. U ham o'zimizni qaysidir bankdan pul olinadi. Bo'ldi, yo'q shu bilan. 3 yil, 4 yil bo'lib ketadi. Nimaga bu? Raqobatsiz bozor. Yana shunga qaytamiz. Va ventureda o'zi V'si yo'q O'zbekistonda. Yo'q, lekin qarang, O'zbekistonda bo'lishi shartmi? Birinchidan mahalliyda, o'zbek tilida hammasi lokal anaqani og'riqni hal qilishga harakat qiladi, to'g'rimi? To'g'ri, lekin mana mashitda qo'shiladi. Ko'pi bizda lokal og'riq ham juda kichkina. Avtobuslarga mana bunaqa qolmadi deydi. Bozor kichkina-ku. Bitta savol. O'zbekistonda qilingan startap Tojikistonda ishlaydimi? Yo'q. O'xshashi mumkin. Yana shuncha sarmoya kerak-da. Davlatdek ishlaydi lekin-da. Balkim, lekin siz mana Mongoliyaga borib anaqa qildinglar shekilli. Mongoliya bilan integratsiya qilmadinglarmi? Yo'q, endi bo'lyapti. Nima ishlaydi? Birinchi biznes modelni qilib olish kerak-da. To'g'ri. Biznes g'oyani. Programmaga pul tikib olib, qarasak o'xshamadi. Hamma pul MVP ga ketib qoldi. Keyin pivot qilish kerak. Pivotga pulingiz yo'q. Yana pul kerak. Davlatda 4 martami pivot qilingan. 50 ming dollardan MVP lardan tashqari. Endi O'zbekistonda qildingiz. PayMe Click bilan integratsiya qildingiz. Banklar bilan, soliq bilan, Didox bilan o'zbek tilida qildingiz. Tojikistonga keldingiz. Yana boshqa qilish kerak. Qirg'iziston boshqacha. Nimaga Click PayMe Qirg'iziston bilan Tojikistonda ishlamaydi? Endi bular o'zim juda ana ekosistemni yana loyihalar-ku, qiyin-da. Boshida peer to peer mana litsenziyasini o'zi juda qiyin-ku. Nimaga Qozog'iston IT startaplar bor? Da, juda zo'r ishlayapti lekin. Yo'q, rahmat. Shu bitta to'g'ri. Misol yana onlayn acquiringga qarang, onlayn to'lovlarni hozirlar bir 6 ta kompaniyasi kirib keldi. Baribir boshidan qilish kerak-da. Bankda shuncha sarmoya qilish kerak. Amerikada, Alyaskada qilasiz, Texasda. Butun Amerika siz bozoringiz. To'g'ri, da. Keyin butun dunyo bozoringiz. O'ylaymiz, aslida ham o'zi shu narsani juda har masalan men Qozog'istonga borganimda forumga ular har doim aytishadi. Bizani vazir boradilar, har doim aytiladi. Yedinoy ana qilaylik. Bu gap tralala. No, lekin masalan katta effekt bergan bo'lardi deb o'ylayman-da. Bizda bermadi-ku. Aslida hap bo'ldi, o'zini anaqasini qildi, bo'ldi. Mana aytaylik, Silicon Valleyda nimada bor? Silk Road Hub qozoqlar qilishdi. Nimaga o'zbeklar tadbirkorlar qo'shildi, bizadagi IT park qo'shilmadi? Qo'shilmadi? Yo'q. Ahmoqgarchilik-ku. To'g'rimi? To'g'ri. Eng o'tdagi ham venturelar bilan tanish, ham venture bilan ichida ishlaydigan, ham akseleratsionni hamma narsalar bor. Hammasi O'rta Osiyo bir joyga yig'ilyapti-da. IT park o'zicha o'zi anaqa, o'ziga o'zi o'zbekda, o'zbekga bek bo'lish. Bu endi baribir siyosiy qanaqadir anaqasi yo'qmi orqa foni? Chunki USAIDlar, EBRDlar ham даже qo'shni davlatlarga 2-3 barobar katta grant beradi-da. Bizda ancha kamda. Bizlar qo'rqishadi. Siyosat bormikin yo'qmi? Qo'rquv juda ham, yana kitobga qaytamiz. Qo'rqma. Qo'rqma. Bugun yana eng ko'p gapirgan so'z bo'ladi, qo'rqma. Raund ko'tarish bo'yicha unda siz tavsiyangiz shu, baribir Qozog'iston to'g'ri yo'lda-da, to'g'rimi? To'g'ri yo'lda. Men Qozog'istonning yo'li emas bu. Ne, o'zi masalan Amerika, dunyoda solishtirganda-da, men O'zbekiston. Chunki ko'pda bizda ham bor edi-da, necha 3-4 yildan beri taniydigan startaplarimiz bor. Qaysi o'zbek tadbirkorlari pul yig'ib venture fondda taniysiz? Yo'q, Akmal aka qilaman dedilar. Yo'q. Bo'lmadi. To'g'rimi? Yo'q-ku. Davlatning puli. Ertaga prokuratura keladi aytadi. Qani pul deydi? Lekin juda ko'p ochilyapti, ko'ryapsizmi? Har bitta bank ochyapti, venture fond. Chunki tepadan och deyishdi. Bu ham qo'rquv. Qo'rqqandan qiladi. Anunga vashta hayron qoldim. Prezident award qilishdi. Masalan, juda ko'p loyihalar men sayti ham unaqa to'g'rimasdi. Davlat bankidan. Yevoni qismog'i bor degani mana shu davlat puli. Даже u anaqa bo'lsa ham, investitsiya bo'lsa ham. Tushunmaydi kim venture, qani qonun, javobgarlik. Pul qayerga qaytarasan? U как kredit olganda olinarganda. Yo'q, yaxshi. Masalan, juda ham rahmat deymiz. Aloqa venture,
ko'p anaqa real investitsiya qilib yotibdi ko'p mana startaplar. Aloqa Ventures'da ham siz taniysizmi? Aloqa Ventures'dan masalan pul oldi. 1 yil o'tdi va yana raund ko'tardi, yana kattalashayotgan loyihalarni. Endi vaqt hali kam o'tdi-ku, vaqt berish kerak-ku. Endi-ku to'xtanglar, chiqarib olar. Mana Vincom bor, to'g'rimi? 1Schilarda eng kattasi. Ular ham pul ko'tardi o'tdi. Bor mana pul. Mohirdev ko'tardi. Mohirdev degan platforma. Mayli, ko'tarish kerak. Demak, Qozog'istonda ancha tez ekanda. Oddiy Banfitda ham ancha kuzatib bordim-da. Ular boshida shu Qozog'istonda muammo bo'ldi. O'zining intervyularida ham aytgan. Qozoq investorlar juda yerga urib olgan. Bizda ham aniq men bor deb o'ylayman. Chunki biz ham bitta proyekt qilganimizda ko'pchilik bilan gaplashganimizda aniq juda yerga urib tashlashgan. Qaysi ma'nodaki ani ideyani eshitib o'tirmasa, сразу mana startapda baribir qanaqadir ideya bo'ladi. O'shaning uchun early stage deyiladi-ku, agar katta pul topayotgan biznes. Bizda mana oddiy o'sha angel investorlar сразу och deydi. Qancha pul topgansan deydi-da, anaqa. To'g'ri. Pulga pul tikish. Конечно, ну Ne, men aytmoqchi emasman ideyaga pul tikiladi deb, lekin hisob kitobi bor-ku. Misol mana Banfitda misolini aytdik. Ular 50 ming oyiga оборот qilishayotganda qaysidir o'sha investor 100 ming beraman, nechadir foizga deganda, 5% mi, 6%. Ular chiqib $1 million boshqa davlatdagi fonddan investitsiya olishgan. Ana shunchalik raznica katta demoqchiman-da. bozor boshqacha. Odamni VVPsiga bitta anaqa dush nasleniya. O'zbekistonda qancha, Qozog'istonda qancha? Amerikada eng qashshoq qora tanli ishsiz davlatdan $1,5 ming oladi va $100-200 podpiskasi borda. App Store'ga, Google'ga, Spotify, Amazon yoki qanaqadir boshqa telekomlarga. Har xilga anaqa sim kartadan tashqari o'zi, ya'ni subscriptionda o'tiradi, podpiskada. O'zbekistonda taxminan $200-300 da, endi davlat balon-parvoz gapiradi 500-700 deb, real o'zi 2100 mi shunaqa-ku, ana yillik anaqasi ham. Hammaga hisoblaganda. Hammaga hisoblaganda. Atak hamshira qancha pul oladi? To'g'ri, kam juda. Hamshira qanaqa podpiskada o'tiradi? Qanaqa qilib sotasiz unga? Bog'chapaga qanaqa sotasiz? Maktabdagi o'qituvchisiga qanaqa podpiska sotasiz? Qani $1000 oylik? Поэтому bu real narsaga qarash kerak. Kichkina bozor. Real bitta IT parkda zo'r lozungi bor. From local to global. Chiqinglar O'zbekistondan, bolalar. Chiqinglar. Mana startup sales doktor Riyadda, Saudiyada. Молодцы, qo'llab-quvvatlaymiz. Qaniydi o'zbeklar o'sha chetga chiqib success storylar qilsin. Bozor kammi? Mana chiqib ketyapsizlar, 5,5 million yuribdi-ku. Anaqa izg'ab ishini. Rossiyada 2 million, Amerikada 2 million, Yevropada 500 mingta, Yaponiyada 50 mingta chiqib ketdilar-ku. Nimaga tadbir va mavzukor bo'lib chiqib ketishimiz kerak? Startup bo'lib chiqib ketaylik. Bizga o'xshagan bozorlar ko'p betartib. Rossiyada men bitta IT forumga bordim, вообще mesishmadi bor-ku. Juda anaqa. Sizlar IT bilasanlarmi deganda anaqa. Chiqinglar. Bo'ldi-da. Mana qozoqlar Kaspiy qildi-ku. Rossiyadagilar keldi. Aytaman, siz keys juda ko'pda. Men anaqa to'g'ri belaya zavist deydi-ku, ko'rib xavosam qilaman, lekin nimaga bizda emas degan anaqa ham bo'ladi. Chunki bizda ham borman 1 million dasturchi degan proyektlar bo'ldi, lekin ana oxirgi final rezultat deydi-ku, oxirgi rezultat ko'rinmayapti-da. Anaqa sal sabr qilish kerak, chunki O'zbekiston tadbirkorlik va ochiq siyosatiga 5 yil bo'ldi. 5-6 yil. Qozog'iston ochiq iqtisodiyot kapitalizmda 25 yil oldin qo'shta boshladi. 6000 ta studentni chet elda eng nufuzli universitetlarda Nazarbayev o'qitdi. Va xalqmidi? Balashakda. Shartsiz ravishda, ya'ni kelib hokimiyatda 5 yil ishlashing kerak emas. Kegindi unaqa siz bizda ham bo'lgan-ku. Umid fondimi bo'lgan-ku? Qancha? 200 ta bolami? Yo'q, ular ham yo'q-ku hozir. Hammasi masalan ko'rsangiz, to'g'ri. Qanaqadir mayli. Boshqa davlatlarda ishlash. 10 mingta o'qitganda nima bo'lardi? Haligacha ham o'qitmayapmiz-ku. Endi mana yangi hozir yana program ochildi. Yo, ana sabr duosi, lekin nimaga qaytyapmiz yana? Ta'limgami?
yana ta'limga qaytyapmiz, to'g'rimi? Maktabdagi yoki mana biz kecha podkastda qildik. Siz bilasizmi, что O'zbekistonda 7,5 mingta maktab kanalizatsiyasi yo'q. Yo'q. Ya'ni darsdan qo'lni ko'tarib, tualetga emas, ko'chaga chiqib -5 da отопление толчок aniga o'sha yerda dizenteriya kasalliklar chiqadi va hokazo. Mana shu ta'limga e'tibor degani. Qanaqa ma'naviyat, qanaqa IT. Qozog'istonda shunaqa bir vaziyat bo'ldi. 2,5 mingta, 2 mingtaga yaqin maktab kanalizatsiya bo'lmagan ekanda. Bitta qiz tualetga chiqaman deb zo'rlanib qolibdi. Shunaqa xalq ko'tarildi. 1-2 yil ichida bitta ham maktab qolmadi kanalizatsiyasiz. Qozog'istonda lekin mana shu xalqi nima deydi, ani fikri juda anaqa hozirgi kunlarda anaqa. Bu yerda bunaqa xalq ni причем, bu yerda biz sog' to'lab qo'yganmiz-ku. To'g'rimi? Endi bizda to'lab qo'yganmiz deysiz. Birinchidan juda ham katta qism to'lab qo'ymagan va so'rashni ham bilishmaydi-ku. To'g'ri, lekin davlat shuni bilib, bunga konkretniy biz anaqalar qilamiz-ku, har xil forumlar kerak emas. To'g'ri. To'g'rimi? Bayram anaqa ko'z bo'yamachilik narsalarda byudjetdan pul taqsimlab kerak emas narsalar. Mana aytaylik, 1 yil oldin, 2 yil oldinmi Qatarda web summit bo'ldi. Bora olmay qoldim. Nimaga bora olmadingiz bilasizmi? Qozog'istonda IT parki 100 tadan ko'p qozoqlarni polniy biletini ham, artelini ham hammasini to'lab berdi. Katta stend qildi. Bizda bittaga ham pul to'lagani yo'q startapga. Bolalar, bechoralar Shimkent orqali bilet olishdi, arzonroq bo'lsin deb. $100-200 ekonom qilaman deb. Endi pul yo'q desa agar shu paytda Ozginadan keyin o'zimizda ICT bo'ldi. O'zbekistonda anaqasi bor. Shu kunning o'zida web summit bo'lyapti. 5 mingta investor izg'ib yuribdi startaplarda. 5-6 ta o'zbeklar o'zi zo'rg'a anaqa pulni topib borishdi. Qozoqlar aytdim 150 ta onam, 200 tami даже. Bu paytda День o'zbekской kulturi bo'lyapti. Cho'lda, bitta uzoq joyda Qatarda arendaga katta joy olinib, balki bepul bersin. U yerda votovoy anaqa o'nga tushishlar, короче bir 300 tami anaqa madaniyat vazirligidan dutorchi kuklalar, haligi lazgi ketdi. 10 tacha arab keldi, haligini ko'rdi, shapbech oldi, osh qilib berdi, qozon olib keldi, qozon osh qildik. Bor ekan-ku. 300 ta raqqosalar bilan childirmachilarga pul topildi-ku. Неужели 5 ta ITga pul topilmadi? Bu yil endi o'zgarishlar bor. Bu yil yordam qilishdi. Bilet $3-4 turar ekan, uni qoplashdi. Mana bizning linkada ham borib keldik. 5-6 ta shunaqa. Mana shunga ko'proq pul qilish kerak. Buni faqat IT vazirligining byudjeti bor. Balki men ularda hozir anaqa qilmayapman, tanqid qilmayapman. Ular pul yo'q deydi misol. Bularda pul bor, o'nga tushishga. Bizda yo'q. Endi ajratishar. Mana ajratishibdi bordi. Mana Saudiyaga chiqishyapti o'zbeklar. Hozir o'zgaryapti bu narsa. Men sizga nimaga sabr qiling deyapman. Chunki mana shu masalalarni balkim xudo xolasa keyingi yili 100 ta o'zbekdan jo'natar. Balkim sizlar ham shu spiskada bo'lib qolasizlar. 5-6 yil bo'ldi. Qozoqlar 30 yil. Shunga qanaqa sabr qilaylik, duo qilaylik va bu yerda IT bo'yicha baribir O'zbekistonda katta nimalar qilyapti. IT park bu juda ham katta narsa, to'g'rimi? Soliq to'lamayapsiz siz. To'g'ri, juda katta. Real offshore-dasiz, to'g'rimi? 7,5% va shu ni achomku. Juda katta anaqa ligota. Chet elga chiqaman desangiz, baribir bemalol IT parkka borsangiz, hozir qo'llab-quvvatlayapti-ku. Shunga bilaman, betoqatlik tez o'zgaradigan vaqtni sabr kerak. Xo'p, anaqa masalasida-chi, men startaplarda o'tda davlatni aralashuvi juda kam-ku. Misol O'zbekistonda qo'yasizmi, Tojikistonda ham chiqdi-da. Mana Zipal degan kompaniya chiqdi.
yorib yuborishdida. O'zbek banklarini ham ulab ketishdi, Qozog'istonga ham chiqdi. Hozir mana Middle Eastlarda ham juda men aytmoqchiman, o'tda davlatda qatnashuvi kam-ku, yo'q-ku deyarli. Nimaga? Bu ham yaxshi. Qancha kam qatnashsa, shuncha rivojlanadi. Belarusiyada qatnashmaganiga ular milliard eksport qilishgan. Bu savol mana hozir 5-6 yil ichida o'zimizlarni o'zbeklarga bu davlat nima uchun yana qaytamiz. Qo'rquv bor. Qo'rqma. Mana bunaqa qarasangchi, men Qozog'istonda angel investorlar juda ko'p-da. Pul ko'p. Bizda pul kam deb o'ylaysizmi? Shunaqa. Bozor juda ham anaqa. Davlatning qarzi 50 milliardmi? Yo'q, ya'ni angel investor deyilganda davlat puli bilan anaqasi yo'q-ku. Nima deydi? Tutashuvi yo'q-ku. Yana qaytamiz. 70% iqtisodiyotda O'zbekiston davlatning qo'lida. Lekin imенно startapni Boy odam qayerdan chiqsin? Temir yo'llari davlatniki bo'lsa. Xo'p, unda ham naqa qaraylik. Просто yana qaraymiz Rossiyaga-da. Angel investor bu tadbirkor, to'g'rimi? To'g'ri. Pul qilib qo'ygan, hamma joyga tikib qo'ygan. Endi lishniy puli bor. Riskovat qilib, katta risk bilan mana shu investitsiya ketyapti. Bizda boylarning o'zi yo'q-ku. Nimaga yana qaytaman? Rossiyada AGMKga, NGMKga o'xshagan korxonalar xususiylashtirilgan. Bularning atrofida juda ham katta pul aylanadi. O'tdan chiqqan pullarda tadbirkorlar chiqib qiladi. Masalan, o'tda eng katta banklar Tinkoff va Sber IT anaqa davlatniki. Endi baribir anaqasi bor-ku, tutashuvi yo'q. Yo'q, davlatniki. Lekin Sber unaqa desiz startaplarga ta'siri juda katta bo'lganda. Bizda Xalqbank bor. Mana Xalqbank startapni sesiga ham hidini ham bilmaydi. Xususiylashtirish boshlanadi. Yana ham ko'p boylar paydo bo'ladi. Boylarda lishniy puli bo'ladi. Ya'ni haqiqatdan mana O'zbekistonda paka недвижка 20% valyutada keltiradi. Nima keragi bor startapga pul to'lab? Da, men mashinaga olib kelmoqchiman. Ya'ni siz pul yo'q deyapsiz, lekin unaqa desiz, men недвижкаga tiqayotganlar. Masalan, Qozog'istonda 5000 tikadigan angellar ham juda ko'p-da. Lekin bizda VVPsiga qarang yana bir marta. Yo'q, xo'p, lekin ana bir 20 ta 30 ta uyi borlar ko'p-ku. Men tadbirkor tam 15 ta 20 talab. Keyin yana qaytamiz. Madaniyat, kitob, shunga baribir nima taqaladi. Tanimcha pul yo'qligidan emas, prosta odamlar hali ishonmaydi. Masalan, boshida sizga aytdim-a, jamiyatda ishonch yo'q, qo'rquv bor. Bu madaniyat-ku, bu qadriyatlar-ku. Buni o'zgartirish mamlakasiga bo'lmaydi. Ana prezidentning farmoyishi bilan bo'lmaydigan narsa bu. Bu 4-5 yil ichida struktur o'zgarishlar bo'lishi kerak. Xalq non kerak unga. Bizda mana nima startaplarga, angellarga ta'sir o'tkaza oladigan o'zgartirish qilayotganlar bormi? Ana yo'q o'xshaydi. Masalan, nima keragi bor? Qozog'istonda Most, masalan, ventureslar bor. Ular nechtadir proyektlarni masalan, ko'tarib berishdi. Aslan Xappi o'zida ham juda ko'p anaqa yordamlar berilgan. Bizda IT parkmi? IT park keyin paydo bo'ladi. Yana bu ko'p narsani o'ziga savol berish kerak bu insonda. Bizda nimaga yetmaydi? Mana Express 24 sotildi, ketdi-ku mana Da, nimaga masalan ana yo'q mana. Yaxshi-ku. Yo'q, zo'r anaqa emas. Xuddi shunaqa case adashmasam Arbuz KZda bo'lgan. Qozog'istonda. U ham sotilgan. Ular ham ketishdi. Hozir ularda ham menimcha yo'da successful proyekt bor. Bu mana Payme sotildi-ku. 114 million. Endi juda anaqada ikkita case haqida gaplar. Borani 10 ta case haqida. Bozor. Siz mana hozir Afg'onistonda anaqa o'tiribsiz-da. Endi davlat paydo bo'ldi-da. Hali kanalizatsiya yo'q. Maktablarda 7,5 mingta maktab kanalizatsiyasi yo'q-da. Siz aniq aytyapsiz, startaplar. Neft mana nimaga hozir quturyapti Saudiya bilan Qatar? Pul ko'p neftdan. Davay nima? En baland binolar qurib olishdi. 10 ta Volkswagen oldi, Bugatti'ni oldi, 30 ta xotin oldi, 20 ta qasr qurdi. Keyin past kelyapti deyapti. Menda qara nima bor deydi. Nima bo'lsa ana Emiratda uy quruvchilar bor, Emav.
ular anaqa qilishdi. Nutmi, anaqa nun. Da, bыстрая Bыстрая доставка. 15 dostavka. Ha, minutlik shundan maqtanadi-da. Mana qara nima deydi. Va, ikkinchisi. Keladi, Xitoylar nima bilan maqtanyapti? Oligarxlar. Kimni avtomobil zavodlari bor. Lekin 1 mana milliard, 5 milliard. nunni misolida qarang, xuddi shunaqa misol kichkinagina Qozog'istonda ham bo'ldi. Anaqada Choco Family'da bolalar chiqishdida, rядомda proyekt qilishdi, pul tikishdi. Yutdi Choco Family'da. Lekin xuddi shu keysni biz Dasyorda ham proyekt qilganmiz. Akmal aka bilan gaplashganmiz ham. Yo'q, bo'lmaydi. Anaqa proyekt, mana qanaqa muammolar bo'ladi deb aytgan. Bu mishleniyani o'zidan emasmi? Eshitib baribir qilish kerak. Da qilganmiz. Buning uchun qanaqa aytib bering endi success storiesni. Ularda ham Akmal akani aytgan yarmi gapi to'g'ri chiqdimi yo'qmi? 90% to'g'ri chiqdi. Значит, u 90%. anaqa biz To'g'ri, bilgandik, biz ko'rgandik bo'ladi-ku. Tajriba baribir borda biz shuning uchun chuqur narsalarni ko'ramizda. Siz bunaqa desam aytaman, madaniyat deyman, ishonch, qo'rquv, bu davlat uchun bu yerda. Nima qilinglar, bolalar, qilinglar. Nima qilasizlar? Counter Strike o'ynab soat 2 gacha anaqada, klublarda. Qanaqa klublarga qancha pul tikilgan? Qaranglar. Da, juda hozir anaqa Necha million dollar pullar. har bitta mahallada ochilib chiqyapti. Xo'p, nima qilishyapti bu yerda bolalar? Qadriyat yaratishyaptimi? Hammasi uyda kompyuter bo'lmasdan o'sha yerda programmist qilyaptimi? Dastur yaratishyaptimi? Ha? Kontent yaratishyaptimi? Yo'q. Davlat uchun bu yerda. Davlat naborot chegaralab qo'ysa, ertaga ko'chaga chiqasizlar. Nimaga o'ynashga bermaysan deb. O'ynayotgan kim? Bizani bolalar. To'g'ri, lekin yana o'sha anaqaga qaytaylik. Shu bolalar balkim bilmas. Siz haqingizda eshitmagan, IT startaplarni bilmaydi. Uni ko'zida faqat nima ko'rilgan? Misol adasi, dodasi, amakisi ishlagan, Yana qaytyapmiz. Qadriyatlar 3 million, 4 million oylik, hop, boshqa narsa qilib bo'lmasa ekan deb. jamiyatda qadriyatlar. Lekin qarang mana, hozir infobizdagi hammani yomonlashdida, chiqib, masalan, Bu ahmoqgarchilik. SMMdan mamnaqa bo'ldi deb. Noto'g'ri bu. Xohlagan narsani gapirish kerak. O'zini mijozini chiqadi. Evolyutsiya bo'ladi. Bu keyin saralanadi. To'g'ri. Hammasi elakdan o'tadi. Agarda ahmoq bo'lsa, pul kam to'lanadi, bir narsani aldasa, kimdir barqarorlik bilan ish qiladi. Bu bozor iqtisodiyoti. Siz chiqib mana non 2000 so'mga bor, 5000 so'mga bor, 30 mingga bor, 45 ming so'mga bor, Bredliga borib, bitta buqaga 48 mingmi, 45 ming turadi. 4000 so'mlik bor. Bozor-ku. Nima biz 4000 so'mni chegaralab qo'yishimiz kerakmi yoki 40000 so'mligidami? Aralashmasa-da hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Amerikada xohlagan startapingiz, ya'ni mana shu ta'siri bor bunga. Mana chegara qo'yish, ma'naviyat, ma'rifatni noto'g'ri tushunib, talqin qilib, lineyka bilan o'lchab yurish sochini, naskisini, gapini. Mana bu yomon narsa hozir chiqqan. Sizga ham ta'sir qiladigan. Endi boshladingiz, mana keyin keladi-da SNB bilan ma'naviyat, ma'rifat markazi aytadi. Davay, kim keladi? Nima haqida gaplashasanlar? Mana bu so'zlarni ishlatinglar, bu so'zlarni ishlatmanglar. Hali ham ta'sir bor deysizmi? Mana misol-ku, mana o'zingiz keltirdingiz misol. Ha, tushundim. Zo'r. Mana sferada qarasak, mana men nimaga buni misol qilib aytdim, o'sha chiqib Instagramda gapirganlarni qaysidir segmentdagi bolalar ko'rdi-da. O dedi, SMM bor ekan, mana bunaqasi bo'lar ekan. Balkim zo'r SMM menejer yo marketolog bo'lib ketmagan, no boshqa направление borligini ham ko'rdi. Men misol zavodga borib faqat standartning oldida turish emas, mana bunaqa ekan deb, u nima bo'ladi? Uni bitta qilib ko'radi, keyin boshqa yangi направление qilib ko'radi. Baribir rivojlanish bo'ladi-da. Kim просто hech nimani bilmadi, bordi, amakisining zavodida ishladi, umri o'tdi, ketdidan ko'radi. Hozirgi zamonda bir yigitga 40 ta hunar kam degan narsa bor. Shu keldi-da. Institutda o'qiydi, moliyachiga yoki yuristga yoki bilmayman, agronomga kechasi taksilik qiladi. Yana uyga kelib ingliz tilidan repetitorlik qiladi internet orqali. Soat 1dan 3gacha podkast emas, qanaqadir kontent yaratadi. Shunaqa imkoniyatlar hozir bor. ChatGPT umuman undoyini 10 barobar oshiradi.
bemalol gaplashib, content plan, SMM, PSMMda ham qilib tashlaydi. Ya'ni SMMchik yo'qolmaydi. Anaqa sun'iy intellekt ishlatib 100 barobar o'zini mehnat shu hozir ko'paytiradi. Chatplace degan bitta platforma paydo bo'lgan. O'zi SMMchi bola, O'ris Tima degan bola. U nima qildi? Siz o'zingizni akkauntingizni yaratasizda. Men masalan IT tadbirkorman, mana qanaqa u ideya yaratadi, sizni videoyingizni yasaydi, o'zi ozvuchka qo'yadi, tayyor video yasab beradi. Siz umuman hech narsa qilmaysiz. Shunaqalar yana hozir ko'p paydo bo'ladi, juda ham. Ya'ni hozir imkoniyatlar aytyapman global ishlash uchun juda ham ko'pda. Faqatgina just do it, Nike'da anaqasi bor. Qilish kerak. Bo'ldi. Muvaffaqiyat bu nima degani? Bu imkoniyatlar bilan sizni ko'nikmalar bir bo'lsa. Ya'ni o'zingiz ustida buni qilib ko'rdim, o'zingiz ustida ishladingiz, keyin imkoniyatlar tiqilib yotibdi, yerda yotibdi-da, millionta. Ikkalasi bir kelganda muvaffaqiyat paydo bo'ladi. Imkoniyat bor-ku, sizda ko'nikma yo'q. Ko'nikma bo'lsa, imkoniyat fokus sразу ko'rsatib qo'yadi bu yo'lda. Nima bo'ladi? Anaqa YouTube'da lentasiga o'xshab qoinot yoki Xudo yoki bir aytaylik qanaqa o'zini aqidasiga qarab bir narsani ustida ishlasangiz, YouTube'da lentasi o'zgarib qoladi-ku sizga. Nimaga qiziqishiga qarab. To'g'ri. Xuddi shunaqa hayotda ham shu imkoniyatlarni ko'rishni boshlaysiz. O'sha yerga qarab, ana oqimga qarab olib ketadi. Ketadi. Mana hozirgi eng kattani blogerlar qaysi institutda o'qigan ekan blogerlikka? Lekin men reklamni biz bilamiz, tanishimiz bor, reklamni agentство juda katta kontraktlar. Buni hech kim aytolmasdi-da. 4 yil oldin qaysidir masalan bloger mana shu video olib turib, nechidir ming, 100 minglik reklamni kontraktni oladi deb. Bu yerda bitta narsa yetishmayapti. Yana bizani xalqdami yoki dunyodami shunaqa ichki samomotivatsiya. Qattiq samomotivatsiya kerak. To'g'ri. Counter Strike soat 2 gacha o'ynash uchun motivatsiya bor-ku. Qaysi motivatsiya kerakki, uni o'ynamasdan. Lekin meni fikrga qo'shilmaysizmi? Qarang, misol startapda mayli motivatsiya yo'q deylik. Startap qilayotgan bo'ladi yo qaysidir dasturchida. Unga misollar kam emasmikan? Ya'ni bunda ko'rib, voy, men bunaqa bo'lish uchun qolman degan narsa bo'lmasmikan? YouTube yana bir marta algoritmga qaytamiz-da. Nimani qidiryapsan? Yallachini anaqasimi? Qanaqa to'y qilganini qidirdingmi? Yo'q, bizda algoritm buzuq hamda. Qarang, bitta masalan, bilmadim, menga shunday tuyuladi. Bitta misol uchun qanaqadir katta tendensiya ketsa, u hamma algoritmga ta'sir qiladi. Yo'q emas. Bir chiqib qoladi tendensiya. Siz uni ko'rmaysiz-ku, to'g'rimi? Mana misol, men har kuni har xil podkastlar eshitaman, yo'lda ketaman, ertalabdan kechgacha. To'g'ri. Chiqib qoldi qaysidir yallachini qanaqadir nimasi, to'yi muammosi, kimdir bolasimi emasmi, genetika qanaqa pish. Men uni ko'rmadim kunduz-a. Tushunaman. Katta hammasi faqat shuni absurd qilib yotibdi. Masalan, O'zbekistonda avtomatim men uni qo'shiqchilarni eshitmayman ham. O'zi O'zbekiston bastakorlarini eshitmayman. Nomanda shu aytganingizda YouTube'da chiqib qoldi bu narsa. Nomani kecha 10 ta anaqaga nima qilib qo'yganman. Посмотреть позже. Like'lar bosib. Men uni hali eshitishim kerak. To'g'rimi? Analitический marjan bor, ekonomika bo'yicha har xil Margulan, menda boshqalar chiqadi. Chernyak, Margulan, Dobushevskiy, Latinina, tam siyosiy, iqtisodiy narsalar. Bir qanaqadir ahmoqona kontent chiqib qoladi. Shunda nafs ustida bosib ko'rdingiz, siz o'zingiz bildingiz-da. Juda kuchli kontra argument beraman. Siz rus tilida haqida aytasiz-da. Men juda katta chegara deb o'ylayman. Bizning bozor juda kam qism rus tilida kontent ko'radi. Siz atrof muhitga qarab aytmaydi. O'zbek tilida. O'zbek tilida juda kam. Fikr yetakchilarini 5-6 marta ko'rganingizdan keyin aytaylik. Mana fikr yetakchini men ko'raman, bir haftada 2 soatgina. Xo'p, fikr yetakchilarini kirganingizdan keyin o'tda misol Ulug'bek Xo'jahmetov chiqdi. Strategiya haqida gapirdi. Azizga juda kam, baribir kam. Kam? Masalan, YouTube hozir screen anaqasini, vremyasini ko'rsam, vaqtini ko'rsam,
5 soat bo'lishi mumkin-da. Men o'tirimman kompyuter oldida har doim mas'uliyat play bo'ladi. kimda? Mana shu rus tilini bilmasdan yoki Joe Roganni ko'rmasligi. Kim aybdor? Davlatmi? Nimaga ingliz tilini o'qib yoki hamma joyda har bir ostanovkani kafeni o'rniga senga ingliz tili maktabida qilib qo'yapti. Raqobat shunaqa qilib qo'yganki, вообще xohlasang YouTube'da bepul o'rganda, shu yana qaytamiz. Counter Strike o'ynaydigan bola meni eshitgan podkastlarda eshita olmaydi. Toqati ham siz hozir mana bunaqa deyapsiz, matritsani muammosini u bolachi rus tili kerak deb 19 yoshigacha bilmagan bo'lishi mumkin masalanda. U uzilma ingliz tilini pandemiya bo'lganda o'rganib oldim. Pandemiyada u 40 qancha bu 45 mi 46 yoshda. Ungacha menga kerak emas edi. Yo'q, men aytmoqchi bo'lganim mana siz aytdingiz-ku, bitta oqimni tanlasa o'sha yerda olib ketadi. U mana fikr yetakchilarigacha kelguncha yo'l bor-da. Kichkina, mana sizlar butun algoritm ichida juda kichkina qismda prosmotrlaringlarni to'g'ri, men ko'raman, masalan, Kalibr yoki har xil manaqa aqlli podkastlar juda kam. Lekin shu bitta qanaqadir yallachi yoki qanaqadir aniga o'zbek shou bo'lsa, million bo'ladi. Nu, balkim Amerikada ham shunaqadir. Siz nima majbur olmaysiz. Bundan 2% odam riskka moyil bo'lib tadbirkor bo'ladi, qolgan o'lib ketadi. Juda ham kam Nobel laureat bo'ladi. Juda ham kam odam shaxmat chempioni bo'ladi. Kam odam sportdan normal. Nu, anaqa har bir odamda bu o'zini mas'uliyati-da. U g'aflatda yashaydimi, uyg'onadimi, sport bilan shug'ullanadimi, musiqaga boradimi? Причем тут anaqa yana bir marta hokimiyatda, davlat причем yoki jamiyat. Tur, ko'tingni ko'tar, bor, shug'ullan. Men davlatda ayblamoqchiman. Men mamlakat demoqchiman. Jamiyatda baribir manipulyatsiyaning o'rni bor-ku. Mana bizda show biznes zo'r manipulyatsiya qiladi, o'shaning uchun odamlar ko'radi uni. Misol, artistlarni va hokazonda. Lekin men bilmayman buni. Biz haqiqatda har xil matritsada yashaymiz-da. Men hayotda millionni ko'rmaganman. Millionmi nima? Qanaqa hazilkashlar bor. Men hayotda Zo'r TVni ko'rmaganman. Tushunyapsizmi? Men ham ko'rmayman, lekin o'tdagi masalan prosmotrni hisob mana solishtiraman. Men bilaman, shu bularda prosmotri juda katta. Juda katta. Meni mas'uliyatim emas, bularni ustida qayg'urishda. Yana bir marta aytaman. Bu balkim men ham yoshligimda agarda hozir 20 yosh bo'lganimda podkast o'rniga real men ham Counter Strike o'ynaganman. Ertadan kechgacha. Diskotekalarga borganman. Juma kuni yoki shanba kuni ketardik, soat 2-3 gacha. Yoshlikning o'zini anaqasi bor. No, shu paytda har kuni baribir kitob o'qiganman, sport bilan shug'ullanganman. Odam o'zini hayotini o'zi boshqaradi-da. U motivatsiya nimaga yomon narsa? Bir kunlik effekt beradi. 2 kunlik. Lekin kimgadir chiqdim, 100 ta odamga bir narsa aytdik, 2 ta odam hayotini o'zgartirib yubordi. Hisob, to'g'ri. Понимаете-da? Mana shu statistika. 10% dan ko'p odamga ta'sir bo'lmaydi. Ko'paytirsangiz ham aniga, nima deydi, kontent. Men o'ylayman, O'zbekistonda aytasiz kam, yetarli. Izlanuvchi odam uchun normal podkastlar o'zbek tilida. Men prosta rus tilida fikrlaganim uchun, rus tarbiyasini olganim uchun, Dostoyevskiylarni o'qiganligim uchun men rus kontentni eshitaman. Lekin o'zbek tilida ham hozir chiqib, ya'ni ishlayotgan, o'qiyotgan bola kuniga yarim 1 soatlik kontent normalni chiqyapti. Bular ehtiyoji ko'paysa, kontent ko'payadi. Kontent ko'paysa, ehtiyoj ko'paymaydi. Bozor iqtisodiyoti, sпрос предложение. Mana men mashita aytaman-da. Menimcha sпрос katta, lekin unga mana fikr yetakchilaricha, men sizga aniqam yo'q, nima deydi, siz bu yerda qatnashmayapsiz deb aytmayman. Juda katta o'rin anaqa bor fikr yetakchilari. Misol, men o'ylayman, kimdir fikr yetakchilarni domla, Abroriki domla bilan ko'rganda, keyin tushib iqtisod haqida qiziqishi masalan oshirdi. Mana shu case bo'lishi mumkin-da. Ya'ni bu juda zo'r. Men qaysi yo'lda aytayapman? Bu bitta fikr yetakchilar. Yana nechtadir? 10 ta. Lekin bundan ko'proq bo'lish kerak edi. Ya'ni nishada har xil bo'lish kerak. Misol uchun mana aytishnik bolachi bir
3 ming 4 ming oylik olayotgan bola haqidagi intervyuni men o'ylayman ko'rmagan hech qachon. O'shaning uchun ham nima qilishyapti hozir o'qishadi, yarim yo'lda shuni tashlab ketadi. Chunki men Rossiyada ochsa, ITga sal qiziqsa kelyapti intervyular. Anaqada Yandexda ishlagan, nimadir bo'lib ketgan, успешный startup bo'lgan, baribir viloyat qiladi, shu ta'sir qiladi-da yoshroq auditoriyaga. Balkim yana biza bu yerda bahs qilib bu narsani yechimini topsak ham, topmasak ham biz hech narsa qila olmaymiz. Yana bir marta aytaman. Bu jamiyatning ahvoli. Mana misol aytaylik, biza Baxtiyorda chiqazdik tarixchini. 1 minut ichida 100 ta kommentariy. Bizani nimaga chiqarib qo'ydi? Kofirlarga chiqarib qo'ydi-da. La'natlarni oldini oldik-da. Uzun sochli anaqa atlas bildim. Anaqa YouTube'da coverini ko'rib, dedim. Ketdi-da, 90% negativ boshida. Keyin odamlar haligi bu ko'rmasdan negativ. Keyin ko'rishni boshladi. Keyin 80, 70, 60, 50 kelib qoldi hozir. Hozir shu 60% arzon ekan. Eshit. Men TikTok ishesa taqiqlash kerak emas, lekin mana shu TikTok mishleniya bor. 5 sekund ko'raman deb bo'ldi, mahlosamni chiqarib olaman. To'g'ri. Biz nega 2 soatlik qilyapmiz? Sabrli odamlar uchun. Bizning o'zimiz auditoriyamiz bor. Biz yana qaradik. Aqlli podkastlarimiz 10 mingta prosmotr. Biqilar 200 mingta prosmotr, nomini aytmaymiz. Ha. Tushundingiz-a? Qarang. Keyin aytdik, mana Abror akani podkast qildik. 70% kommentariy, bu Laziz o'zi musulmonmi yo'qmi? Endi menga tashlab berishadi-da, mana ketdi negativ. Endi bu kommentariyalar ko'pchilik tanqidni qila olmaydi-da. Yana qarang. Xato tushunishadi-da. Tanqid qilsangiz, xuddi siz lekin kontra argumentni tarafdorisdek ko'rishadi. Lekin meni o'zim nimam bor, klubim bor-da. To'g'rimi? Endi takoy aqlli odamlar, real, o'qimishli ular menga kommentar anaqa ular yozmaydi o'tga, voy zo'r bo'pti. Zo'r bo'pti. Men tushunib turibman, anaqa shunday Matiz haydovchisi mashinani eshitdi, chidamadi, to'xtadi. Yani Everest'te burgerni yedi, Trivandnomda ichdi-da, qildi-da, ketdi. Tushundingiz-a? Taxminan shunaqa-da. Bu haytni ichida bu narsaga erishgan katta tadbirkor, aqlli bir narsa qilib qo'ygan odam yo'q. To'g'ri. Neudashnilar kommentariyalari. Nima deydi? Mana shu bu ahvol. Buni prosta deb, men bular bilan nima qilaman kurashib, bir marta shunaqa provokatsiya qilib ko'raman, keyin aytaman. Voy, biz sizdan kutmagan edik. Men nima millat umidimi sizlarga? Nimaga mendan umid? Meni umid mening ota-onam, yaqin do'stlarim bo'lishi mumkin. Menga pul to'laydigan odam yetishi mumkin. Men o'zimning fikrim, nimaga sizda o'z baribir qaysi podkast chiqsangiz baribir bo'ladi. Hayt nimaga aytsangiz, siz o'zingizni mana dunyoqarashingizni primoy aytasiz-da, ya'ni qog'ozga o'ramasdan. Akmal akada ham xuddi shu bor. Akmal aka ham ko'p, masalan, kimdir bilan gaplashsalar ham u yoq taraf tushunmasa tushuntirib o'tirmaydilar. Ya'ni shuni aytarlar, shunaqa bo'lish kerak deydilar. Bo'ldi. Shu bilan anaqa to'xtaydi-da. Bu aslida zo'r, no baribir tanqidiy-ku, yetkazib berish. Ko'pchilik anaqa qiladi. Bizda o'z ko'pchilik bilan ishim yo'q. Akmal akani ham ishi yo'q ko'pchiligi bilan. Biz o'zimiz kamchiligimizmi? Biz o'zimizning doiramiz bor. Mana eshitgansiz, bu kafe bor. To'g'rimi? Bu legenda. 14 yil oldin shu legendani nima qilib Yaponiyada ko'rib, sekin-sekin Zafar aka bilan qildik shu narsani. Bu kafelik hozir juda ko'p o'zbek tadbirkorlari orzusi-da. Bu kafedan chiqdi. Infaktor, Alisher Risayevdir, shu anaqa milliard klubi, millat umidi, fikr yetakchilari. Bu bolalar, bu kafening bolalari. Mana bu kafe bo'yicha buni ichidagi, menga bu kafening ichidagi odam kelib bitta narsa gapirsa, men eshitaman. Hasan aka kelib gapirsa eshitaman. Alisher aka kelib gapirsa, Zafar aka, Umidjon, bizani ko'p taniqli, tanimaydigan
efirga chiqmaydigan bizani ustozlar bor bu kafeda. Judayam bular chiqmagan efirga, chiqmaydi ham. O'ziga yarasha obro'si bor ekspertlar bor. Bularning fikri men uchun muhim. Ko'pchilik bilan ishim yo'q. Men prezident emasman, bosh vazir emasman, bir nima deydi, mas'uliyatni olib inqilobchi emasman. Siyosatchi emassiz-da, ana ko'pchilikga aniq qiladigan. Umuman ishim yo'q. Bu ko'pchilik bilan. Aytyapman, men biyim-biylik ko'fi ichmayman, evrisda ovqatlanmayman. Yo'q, men xafa bo'lib qolmasan. Xafa og'aynim. Men uni auditoriyasi emasman-da. Lekin men o'ylayman, bu zo'r mana, bu muvaffaqiyatli odamlar. Shuning uchun odam o'zini krugini o'zi eplab olsin. Agar nimadan boshlayman, krugingga qara. Matematikada sen sredniy average anaqa, sredniy o'rtamcha, o'zingni krugingni o'rtamchasisan. Nima haqida gaplashyapsan? Aytaylik, kirakashsan. Og'aynilaring kim? Kirakash. Siyosatchi. Kimga gaplashasan? Nima bilan qiziqasan? Benzin, gaz necha pul qayta sotilyapti? Anaqa mashinani anaqa tuzatadiganlar, anaqa mana shu klubdan chiqib ketish qanaqasiga mumkin? Ha, agar chiqayotgan bo'lsang, sen ular qiziq bo'lmaysan. To'g'ri. Nima kelib kecha zo'r kitob o'qidim, anaqa yosh shahzoda Exuperyni gaplashasanmi? Ular to'xta deydi. Gaz qaytdi deydi. Qanaqa o'sha yerdan chiqib ketsa, mana bu kafeni 10 yil oldin yaratganimizda hammamiz hech kim edik. Jamiyatda ham o'zi. Lekin kollaboratsiya bo'lib, mana qilinglar, yoshlar, yig'ilinglar. Zerikyapsanmi o'zing? Chiqib ket Counter Strike'dagi o'ynayotganlaringdan. Bu kafega o'xshab nima pul kerakmi? Haftada bir marta yig'ilib biror narsani muhokama qilish uchun klub. Yig'ilinglar, qilinglar. Do'stlar, kuchli atrof muhit haqida juda ham ko'p eshitgansizlar. Biz Visioners nomli yosh tadbirkorlik klubini tashkil qildik. Ushbu klubda 30 yoshgacha bo'lgan O'zbekistondagi juda ham ko'plab tadbirkorlarni yig'dik. Klub bilan birgalikda yangi bilimlarni, nonushtalarda ishtirok etish, mastermindda qatnashish, tog' safarlari va chet el safarlarida ishtirok etishingiz mumkin. Undan tashqari ushbu klubda turli o'yin dasturlari va yangi bilimlar olish uchun kurslar mavjud. Agarda siz ham o'zingizda yosh tadbirkorlar orasida bo'lishga loyiqman desangiz, ushbu video havolasidagi formani to'ldiring va klubimizga qo'shiling. Shuning uchun ko'pchilik meni ishim yo'q. Million dasturchi bo'ladimi, bo'lmaydimi? Men o'zimni anaqa nishamni topib olganman. Bo'ldi, etim bo'ldi, yoshim 50 ga kirib qoldi. 18 yosh emasman anaqa biror narsa qiladigan. Lekin bilmimlar mana hozir vaqtimni ketkizib, podkastga kelib fikr almashish bo'yicha bemalol o'zimning fikrimni aytib ketdim. Yo, juda zo'r anaqada men nimaga masalan endi bu hech nima deb bo'lmaydi, lekin baribir ichimdan o'tadi. Nimaga anaqa kelmayapti? Men ham sizni yoshligingizda shunaqa energiya bor edi. O'zimdan tashqari jamiyat bilan ishimni buni siqib yurardim. Buni o'zgartirish kerak, buni o'zgartirish kerak deb. Bu to'g'ri, normal holat. Sizlar o'zgartirmasalar kim? Men o'zgartirmayman-ku. Menga kerak emas. Bu davlat, bu ahvol, bu ekologiya, bu hamma hokimlar, prezident ham hammasi o'lib ketadi. 100 yil yashamaydi. To'g'ri. 5-10 yildan keyin Karimov ham o'lib ketdi, pensiyaga chiqishadi, charchashadi. Kimga qoladi bu davlat? Kim boshqaradi? Sizlar-ku, biz emas. Bu davlat sizlarning qo'llaringda. Bu musor tashlashlar boshqa sayyoraga kelib musor qilib ketmayapti, bu bizani ko'chada. Tufurib musor tashlash sizlar-ku buni, biz emas. Ekologiyani o'ldirgan, aroqlarni ko'mgan yoki bu Rossiya bosib olib qildimi buni? Yo'q. Sizlarning hayotlaringiz, sizlarning qo'llaringda o'zlaring o'zgartiringlar, o'zlaringdan boshlanglar. Nimadan boshlash kerak? Birovning ishiga aralashish kerak emas. Odam o'zining ustida mukammal ishlab, o'ziga o'xshaganlarni topib, partiyaga o'xshab, bir jamoa yig'ib, aha, bu meni gallyutsinatsiyam emas ekan bu. Menga o'xshaydiganlar bor ekan deb, shuni sekin-sekin
To'g'ri, bizani avlodda lekin ancha yaxshi. Hozir masalan har xil klublar ochilyapti. Bizda ham o'zimiz kompaniyada ham, boshqa kompaniyada ham o'rtacha yoshlar masalan ancha aniq 22-23 yosh. Bu baribir zo'r. Ertaga mana shu ishlab Bilasizmi nimaga zo'r? ko'radi, keyin baribir. Nimaga bunaqa imkoniyat hozir bor? Chunki bu paytda ota-ona sizlarga muhtoj emas. Uyda xolodilnikka yana masalan qo'shib beryapti. Kartoshka, go'sht. Yosh bolalar hali yo'q yoki bo'lsa ham yordam beradi ota-ona, qarab turadi, pul, har xil bizana shu qadriyatlarda. Erkinsizlar. Vaqt bor, ko'p narsa qilgani. Sal 5-10 yil o'tgandan keyin ota-ona qarib qoladi. Ularga dori kerak bo'ladi, doktor kerak bo'ladi, e'tibor kerak bo'ladi. Bolalarni частный maktabga kerak berish kerak bo'ladi. Pul ikki tomondan ketib, o'zlaringizga 30% pul qoladi. Men yaqinda byudjetda qaradim, oilaviy 80% pul bolalarga ketyapti ekan. Chunki chet elda hamma chet elda o'qiydi, o'tda o'qiydi. Частный maktablar bunga qarasa, ta'limga bizning oila taxminan 70-80 ming dollar yiliga ketyapti ekan. Amanga o'zimga 20 ming ham ketmas ekan. Tushundingiz-a? Bundan foydalanib qolish kerak. Muammo nimada? Yana shu uchta resursga baribir taqalyapti. Bizda uchalasi ham bor. Deydi, mana hozirdaqa hayot. Ertaga qilib olaman deydi. To'g'ri. Ertaga ota-onang qarib qoladi. Doktor частный olib olish kerakmi? Qayerda ko'rsatlar bepul bu anaqa lala gap bu. Keyin shprits ham olib kel deydi, dori olib kel deydi. To'g'rimi? To'g'ri. Keyin rost bola maktabga borish kerak. Haqi boradi. Ana kanalizatsiyasi yo'q maktabgami? Yo 500-600 dollar oyigami? 500-600 dollar bolaga, 200-300 dollar ota-onaga. Menga qarasangizki, bunda hali kiyimi bor, ovqati bor. 2-3 ming dollar menga emas, meni mas'uliyatimga ketib qolyapti. Qani meni o'qishimga pul, o'zim ustida ishlashimga, hayotda anaqa o'zgartirishga, jamoaviy ishlarga. Qachon bu vaqt bor? 18 yoshdan 24 yoshgacha, 26 yoshgacha, 28 yoshgacha, 10 yil. 18 dan 28 gacha. Dunyoni o'zgartiradigan odamlar shu yoshda bo'lgan. Brin, Jobs, Musk, Zuckerberg, Akmal Payziyev, Zafar Hoshimov, Lazzat Hamov. Zo'r. Biz o'sha yoshdamiz. Mana oxirida mana xulosa qilsak bo'ladimi? Как homework deydi, uyga vazifa ham bo'ladi. Bizani men yoshlarning nomidan aytsam, biz harakat qilyapmiz, har xil podkastlar, keyin masalan biz ham mana o'qitamiz ham, tekinga ham, shogirdlarga o'rgatyapmiz, hammasi zo'r. Faqat bizga bitta narsa kerak. Gap yo'q. Mediada chiqib gapirish kerak, yo masalan ishlash kerak. Faqat bitta tomoni katta avlodlarda masalan trik ensiklopediyada sizlarda juda ko'p keys shu katta avlodni nima qilib majbur qilsa bo'ladi gapirtirishga. Ya'ni aytinglar mana keyslarni nimalar bo'lgan ko'pda hozir biz yana davom ettirsak yana o'sha xatolarga tushishimiz mumkin-da. Misol Akmal aka ham juda oldin ko'p chiqardilar. Hozir pasti yo'q ketdilar. Stanfordda o'qiyapti-ku. Zafar akani keyslari masalan juda O'zbekistonda eng gapirtirmaylar. Bu ham bir anaqa pozitsiya taka tajriba xatolar ustida qo'yilgan narsa. Yengillik bu bizaniga quloq solmaganlaringiz uchun. Mana aytaylik, men bu kafeni qilayotganda restoratorlar bilan hammasi bilan gaplashdim. 10 yillik tajribam bilan. Bo'lmaydi deyishdi bu ish. Bo'lmaydi aziz. Dars yaqinlashma. Shans yo'q. Kofe ichmaydi hech kim O'zbekistonda. 15 yil oldin. 3 в 1 bo'ldi. Endi yetib qoldik. 3 в 1 ga endi yetishdik. Mana aytdim, mana restoranimda haftada bir marta odam kofe zakaz qiladi amerikani. O'zingizga bir yilda bir marta bittasi espresso zakaz qildi dedi. Mana restoratorlar bor. Bekor yotibdi 20 ming dollarga kofe mashina. Quloq solmasdan qildim. To'g'ri aytishgan ekan. Bu kafe, ubыточный, agarda set qilmasangiz. Men set qilmayman, bu biznesim emas. Lekin buni tagida bu kafe klub chiqdi-ku.
To'g'ri. Davlat Ular как tekda- restorator formatida ko'rmaganda bu endi возможностьsi. ular shu nimadan oziq-ovqatdan chiqqan. Dalatekda qilgan xatolar va tajribamdan chiqib hozir Linko qildik. Linko juda ham muvaffaqiyatli bo'ldi. Yana bir marta qaytaramiz. Tajriba bu xatolarning ustida qilingan narsa. Bo'lmasa bo'lmaydi. Yosh bolani qo'ldan ushlasangiz, o'zi yugurmasa yura olmaydi. Поэтому sizlar bizani gapimiz bu yoqda tursa, just do it. Harakat qilinglar. Qilinglar, o'xshamaydi. O'xshaganlar tirik qoladi, qolganlar chopiladi. Bu yerda qabriston bor. Katta, normal. Lekin yangilik faqat shundan ochish mumkin, yangi biznesda. Qanaqada? Yana O'rmon qonuni deydi. Katta bo'lganingizdan keyin sizlarda keladi maslahatchilar, pul sotib olasizlar. Keyin bizani advisory bor, chaqirasizlar. Nazika soatingiz necha pul turadi deb. Haligi maslahatchilar kengashi. Lekin maslahatchilar kengashini ham eshitasiz, o'zboshimchalik qilasiz. Steve Jobs o'zboshimchalik qilgan. Eshitmagan hech kim. Shundan xulosa faqatgina harakat qilinglar, bu yog'ini Xudoga solib qo'yinglar. Sizlarda emas bu muvaffaqiyatmi yo'qmi? Lekin harakat qilganda bilasizlar. Zo'r. Mana bunday qilaylik, Lazaki. Hozir yoshlar menimcha ko'proq ko'rishyapti baribir. Agar 18 yosh bo'lsangiz, qaysi направление tanlardingiz? Nima bilan shug'ullangan bo'lardingiz? O'sha davrda emas, hozir mana 2025-yilda Lazat ham 18 yosh. Bu 100 yil oldin va 100 yil keyin ham e'tiborsiz juda ikkita, uchta muhim narsa bor. Kasb hunardan tashqari. Sport. 18 yosh bo'lsam, kamida haftada 3 marta, kamida 2 soat, hatto har kuni 1 soat sport bilan shug'ullanish shart. Muvaffaqiyatli bo'lib, invalid, ko'z yaxshi ko'rmaydigan, qansiraydigan odam bu juda ham ahvol yaxshi emas. Muvaffaqiyatlimi shu odam? Yo'q. Sport muhim. Buni kamdan kam gapirishadi. Men o'zim uchun anaqa bo'ldi hozir, ya'ni men umuman kutmagandim bu anaqa. Sport. O'zim ham o'ylanib qoldim. O'ylanib qarang, gali anaqani. Chet elda semes qansiydigan startapchilar boshliqlarni ko'ryapsizlarmi? Yo'q. Hammasi sportsmen. Oskar Hartmanlarni eshitding, Angolandan qonni qo'yib olgan odammi? Ejelik Jogan anaqalarda chet elda Zuckerberg bo'ladimi yoki Bill Gateslarmi? Hammasi qorin qo'ygan odamlarmi? Yo'q. Nimaga? Sport. Nima yeyotganlaringni ahamiyat beringlar. Bu bizda yosh bolalar o'zini kontrol qila olmaydi. Xohlagan joyda yeyadi, ichadi, nima yeyotganini kontrol qila olmaydi. Hozir 18 yoshlarda kasalligi, yengil ovqatlar bor. Amatda aldiydigan. Snack bilan dashirakka o'xshagan narsalar. Da. O'ldiradi. Uni ustiga Coca-Cola ichasizlar, muvaffaqiyatga erishasizlar, bola qila olmaysizlar. Men yaqinda o'qidim, u даже O'zbekistonda juda anaqa oshyapti. Energetiklar, Coca-Cola, yengil ovqatlar yeb keyin muvaffaqiyatga erisha olmaysizlar, chunki bu dopaminda hozir dopamin oldilaring. Narkoman, bu narkomaniyani g'irt O'zbekiston xalqini genotsid, juda ko'p tug'ilyapsizlar deb, genotsid o'ldiradigan. Ertaga sizlarda bola tug'ilmaydi yoki sizlar invalid bo'lasizlar, miya yaxshi ishlamaydi, xotira yaxshi ishlamaydi, uzoq muddatli rejalashtirish ishlamaydi, chunki retseptorlar, kayf qiladigan retseptorlar chempionlikdan oladigan retseptorni dashirakdan olyapsizlar hozir. Bu qisqa muddatli anaqada kayf deydi. Keyin kultura va iskustvo. Shundan qiziqishni boshlaylar. Muzeylarga boringlar. Chetlarga borganda faqat plyajda o'tirmasdan, faqat diskotekaga bormasdan muzeyga ham boringlar. Tushunmayapman. Nimaga tushunmaysan? Nimaga dunyoning eng boy odamlar mana shu san'at asarlarini milliard dollarga sotib olib uyida saqlab o'layotgandan keyin muzey qilib qo'yapti. Bu faqat muvaffaqiyatli odamlar san'at bilan shug'ullanadi. Chimolar shug'ullanmaydi bu bilan. Taksistlar shug'ullanmaydi, muvaffaqiyatsizlar emas. Muvaffaqiyatli
kirmoqchimisan, nimaga san'atni tushunmayapsan? Nimaga Kvadrat Malevичni tushunmaysan? Nimaga Kandinskiy kimligini bilmaysan? Muvaffaqiyatli odamlar biladi. Muvaffaqiyatli boy odamlar operaga boradi. Boy odamlar klassikani borib eshitadi. U kambag'allar anaqani eshitadi, popsani. Fikrlash o'zgartirmoqchi bo'lsa, musiqani tushungin. Bu haftada 1-2 marta bor, hech kim bilmasin. Gitaraga bor. Bir saksofonga bor. Miyani faqat 2+2 to'r o'rniga ixtirolar qiladigan miya bu tomonda. Maza qiladigan miya bu tomonda. Mana shu 18 yoshlilarga tavsiya. U professiya ko'nikma, hamma narsa Shu yerda ham juda chuqur fikrladingiz, qoyil. Lekin bugun podkast davomida to'g'risi aniq umuman javob olmadim, lekin hamma savolimga chuqurlashdi. Ya'ni asl ildizini ko'rdingda. Aniq yo'q javoblar. Noaniqlik davrida yashayapmiz. Juda zo'r. Bugungi insight men uchun ani faqat aniq emasdi. Men faqat iceberg ustini ko'rib, o'sha yerga o'yligandek his qilib qoldim-da o'zimni. Podkastdan keyin. Qizlar eshitsa, yoga bilan shug'ullansin. Juda ham yoga, stretching, bu hamma narsa shunaqa sportlar edi bor. Sportda yutuq bo'ladi-da. Kechagidan bugun natija ko'proq bo'lish kerak. Ozgina ko'proq yugurdim, shpagatni ko'proq oldim, uni ko'proq qildim, buni ko'proq qildim. O'zini ustida ishlash har kuni bo'lsa привычка bo'lib qoladi. Bugun kechagidan yaxshi, ertaga bugundan yaxshi. Mana bu rivojlanish. Progress. Progressda o'lchovi shu. Yana bor IELTS. Bu ham o'lchov. Lazzaki, rahmat kattakon. Men maza qildim to'g'risi. Xudo xolisa yana biz uychalarni oldik, nimalar qilish keraklar. Menimcha o'sha kuzatuvchilar ham oldi. Agar eng zo'r insightlaringizni kommentariyada yozib qoldiring, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Lazzaki, rahmat kattakon sizga.